G'oya bilan kelganman. Hozirgi kunda $50,000 sarmoya oldik. Grantlar bilan qo'shib 50,000 mi? Yo'q, grantlar bilan qo'shib 80 mingdan oshiq bo'ldi. Wow, zo'r. Har doim dasturchilar bir-birimizni o'tirib olib, bir kishi bitta proyekt qilgan bo'lsa, sразу buzardik-da. Kelishmovchilik bo'ldi deysiz. Masalan, zakazchi sizga beryapti proyekt. Aha. Bolalarni qilyapti. Proyekt tayyor bo'lgan, to'g'rimi? Tayyor bo'lgan, ishlab turibdi proyekt. Nimaga bolalarni oyligini bermaganmiz? Nimaga bular? Ha, bu ham zo'r savol bo'ldi. Shu o'rinda xavfsizlikni qanchalik darajada bilish kerak deb o'ylaysiz? Hazillashib zakaz berib ko'rishdi. Zakaz rostdan qabul qildi. Pul to'lamasdan. Pul to'lamasdan zakaz. Pul to'landi degan imitatsiya qilinib, Dasturchilarga hozir talab qanday? Jam bo'lib hozir yordam bergan startapimiz qiymati $2,5 million miqdorida inso berganmiz. $5,000 bu Educoin degan platformaga berganmiz. Ya'ni o'sha Educoin sizni o'quvchilaringizdan ekan. Shogirdiman, to'g'ri. Juda xursand bo'ldik. Ya'ni sizdan kelgan shogirdlarning natijasini ko'ryapmiz. Soha berishdimi yo'q sizdan gapiring. Pul Keyin. haqida gapiring. Xo'p. Umumiy ulardan $20,700 oldik. Oxirgisini biz o'sha sentyabrda oxirida oldik. Sentyabr. Birinchisini Iyulda. iyul, sentyabr necha oy ichida 25,700 zo'r gap yo'q. Rostdan ham искусственный intellekt rivojlanib, dasturchilarning o'rnini olmaydimi degan savol ham bo'ladi. Bu narsaga siz qanaqa qaraysiz? 5 minut o'tgani yo'q, ikkinchi programmist yozyaptiki, saytingni buzdim deyapti. Yana kirib qarasak, o'sha opani o'rniga maymunni qo'yib qo'yganda kimdir. Middle kursini bitirdingiz, praktikalar bo'ldi. Nimalar bo'ldi hayotingizda? Nimalar o'zgardi? IT yo'nalishidan ketdingizmi, tashlab qo'ydingizmi? Qanaqa bo'ldi? Yo'q, kursni bitirgandan keyin ITni tashlab qo'yganim yo'q. Birinchi kompaniyaga kirdim. Rossiyskiy kompaniya bu. Simtek degan. Simtek. Demak, sizlardan keyin o'qiydigan yoshlarga, sizlar endi qanchadir qadam bosib o'tdilaringizda, qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Siz 1 yil davomida dasturlashni o'rgandingiz, yaxshi dasturchi bo'ldingiz deylik. Keyingi hayotingiz qanaqa kechadi? Umuman, kurslardan keyingi hayot qanaqa bo'ladi dasturchilarning? Hozirgi kunda dasturchilar juda ham ko'p. Akademiyalar ham ko'p, undan tashqari IT kompaniyalari ham ko'p, lekin bitta narsa, yaxshi kompaniyalar har doim yaxshi dasturchilarni qidirishadi va izlab topisha olishmaydi. Shuning uchun ham biz bugun C-Space ga keldik, Yunusoboddagi. Bu yerda IT hub deyishimiz mumkin. Barcha IT kompaniyalar ham shu yerda, dasturchilar ham mana shu barcha etajlarda dasturchilar o'tirishadi. Keling, biror kishi bilan so'zlashib ko'ramiz. Hozirgi holat qanaqa ekanligi haqida. Umuman olganda ushbu ko'rsatuvimizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, juda ham kerakli ma'lumotlarni olasiz deb o'ylayman. Sababi biz real hozirgi holatni, dasturchilarning birinchi qadami qanaqa bo'ladi? Umuman olganda dasturchining birinchi proyekti qanday bo'ladi? Hammasi haqida ochiqchasiga gapirib bermoqchimiz. Abror akani chaqiraman kadrga. Abror aka IT Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Abror aka IT biznesmen hisoblanadilar. Ko'plab dasturchilar qo'lidan o'tgan desam ham bo'ladi. Shuning uchun ham bu kishining oldiga keldik bugun. Abror aka, ozgina o'sha obunachilarimizga gapirib berasizmi proyektlaringiz haqida, umuman o'zingiz haqida nima ish qilasiz va hokazo. Assalomu alaykum, yana bir bor. Sen Abror. Biz bu IT biznesda bizning loyihamiz Selena AI kompaniyamiz nomi. Biz asosan sun'iy intellekt bilan shug'ullanamiz. Dasturchilar bilishadi-yu, lekin bo'lajak dasturchilar ikkilanishi mumkin, hali o'rganmaganlar. Rostdan ham искусственный intellekt rivojlanib, dasturchilarning o'rnini olmaydimi degan savol ham bo'ladi. Bu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Bizda zo'r savol. Birinchidan zo'r savol, ikkinchidan juda ommabop savol. Ko'pchilik o'ziga beradi bu savolni. Keling bo'lmasam, mehmon bo'lib kelibsiz, ichkariga kiraylik, ichkarida bahorcha gaplashamiz. Bolalarni ham ko'ramiz, protsessi, xonadonni ham ko'rsatamiz. Вообще IT hub, ya'ni C-Space o'zi qanaqa zonaligini ham bitta ko'rsatib chiqamiz. Qancha sizning obunachilaringizga ancha qiziq bo'ladi. Ketdik. Malaka bu mana Space coworking zona. Asosiy bizning ofislarimiz shu yerda. Biz Space coworkingda aynan mana shu Yunusobod filiali bu yerda IT hub hisoblanadi. Ya'ni butun IT kompaniyalar shu yerdan ofislarni arendaga olib joylashgan. Biz ham shu yerdan ofisga arenda olamiz. Boyagi eng muhim savolga keladigan bo'lsak, men unaqa deb o'ylayman o'zim shaxsan. Ya'ni sun'iy intellekt chiqdi va IT ishchilar ishsiz qoldi. Emas, emas. Nimaga? Chunki men qisqa qilib aytaman, sun'iy intellekt bu instrument. Shunchaki IT ishchilarning ishi yanada osonlashdi, lekin osonlashdi degani biz kamroq ishimiz degani emas.
ish osonlashgani sari bu yerda yangi возможностьlar ko'payyapti. Ya'ni sun'iy intellekt yanada yangi eshiklarni ochib beryapti. Bu xuddi kompyuterga o'xshaydi. Oddiy kompyuter chiqqanda programmistlar bo'ldi kerak emas. Emas-ku, yoki kvantiviy mana kompyuterlar chiqdi, yana programmistlar kerak emas, u yo'q. Oddiy kompyuterlar vaqtida zo'r imkoniyatlarni yaratib bergan, yana programmistlar ko'paygan, kvantiviy kompyuterlar hozir chiqyapti, yana yangi programmistlar, yana yangi sohalar. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa ma'lum darajada qaysi ishlarni oson qilib beradi, lekin oson qilib bergani bilan yanada murakkablashgan proyektlar chiqadi, u proyektlarni hammasini boshqarishga bitta misol aytardim shunaqa savollarga. Masalan, yoshligimizda frameworklar bo'lmasdi-da. Frameworklar bo'lmagandan keyin chist bitta tilda, masalan, PHP tilida backend biron bir dastur yozayotgan bo'lsak agar, biz 6 oylab 4 oydir, 5 oydir, 6 oygacha bo'lardi. Biznesmenda aytgan ishini qilmasdik. U bezopasnost qilardik, hakkerlar hujum qilmasin, boshqa narsa qilmasin, bu degan narsalar juda ko'p bo'lardi-da. Va undan keyin 6 oydan keyin biznesmen aytgan narsalarga ishlab boshlardik. Keyin frameworklar chiqdi. Frameworklarda uje bor bu narsa, xavfsizlik va hokazo. Agar qo'lingiz to'g'ri bo'lsa, agar unda olganda dalshi xavfsiz narsa yoza olasiz. Ancha o'sha mashhur barcha xatolar, hujumlar oldi olingan. Lekin buni evaziga nima o'zgardi? 6 oylab dasturchilarga pul to'lashingiz kerak emas. O'sha bugundan siz pul beryapsiz. Bugundan sizning ideyangizda amalga oshirib boshlayapti. Shuning uchun ham IT kompaniyalar ko'payib boshladi. Va talab dasturchilarga yanada oshdi. Ularga qaysidir ma'noda bezopasnost sal osonroq bo'ldi oldingiga nisbatan, chunki oldin biz har doim dasturchilar bir-birimizni o'tirib olib, bir kishi bitta proyekt qilgan bo'lsa, sразу buzardik-da. Bunaqa narsalar hozir kam. Lekin bizni zimmamizga yuklatiladigan zadachalar ko'paygan, qiyinroq bo'lganda va ChatGPT ham xuddi shunaqa bir yaxshi instrument. Yana bir qadam va e'tibor beryapsizmi siz ham? Искусственный intellekt chiqqandan keyin zakazlar, proyektlar va IT kompaniyalar yanada ko'paydi, to'g'rimi? Abror aka, ITning ichida anchadan beri siz va IT biznesmen degani o'sha IT dasturchilarni demak ishga olib, proyektlar bilan ta'minlab va shunga o'xshagan ish bilan shug'ullanasiz bunday olganda. Shuning uchun ham siz baribir yaxshi bilasiz, dasturchilarga hozir talab qanday? Yaxshi savol. Nima aytadichi uzoq vaqt emasman. Tushunishim bo'yicha oldindan aytishliklarga talab ko'p bo'lgan. Hozir ham ko'p. Biz 7 oydan beri qidirib yuribmiz. Haligacha kerak bo'ldi ko'p anaqaligi va undan keyin ham ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni talab har doim bor, bo'ladi ham. Bundan keyin yana ko'proq bo'ladi. AI programmistlarni qidiruvdi. Opiti bor. Hatto mid yoki senior opiti bor. Bozorda topadi. Yo'q, объявлениyalar berdim, topib bergan odamga pul ham beraman. Rostdan biz qidirdik. O'sha buni storiesini qarab tursam, arxivini storiesda qo'ygan ekanman. Instagramga topib bergan $100 beraman. Shunaqa darajada biz qidirganmiz. Topolmadik, keyin подрядчикlarga berishga majburmiz, ya'ni tashqi outsource akalarga. Hozir biz ular ham cho'tka qilib berishyapti. Ularning ham xodimlar soni oshyapti, ularga ham xodimlar kerak. Plus mana bizga ham xuddi kerak bo'lyapti-da. O'shadan oldik, qaradik, nima qildik? Bizni shogirdlarni olishga boshladik. Bolalarni oldik, yosh bolalarni bu yerda o'zimiz o'rgatdik, ko'rsatdik. Bolalar shu stressga 2-3 oyda moslashib programmalarni qilib ketishni boshlab davom ettirishdi, ya'ni olib ketishdi. Shu stresslarni qilolmadi. Endi bu bozor iloji yo'q, qilolmagan bilan xayrlashasiz, qilolgandan olib qolasiz, zato yaxshi payt olishadi va tez boshlashadi. O'sha kompaniyalarga har doim bir yaxshi programmistlar kerak, har doim ham yaxshisini topa olmaydi, to'g'rimi? Lekin shu o'rinda oldingi middle bitiruvchilarimizda bir nechtasini ishga oldingizda, ishlatdingiz. Rahmat buning uchun. Menga qiziq tomoni nimaga ularning kandidaturasiga to'xtadingiz? Masalan, biz tanishmas edik. Siz programmistlikda men o'zim shaxsan ishlab ko'rdim. Juda ham zo'r ekan. Haqiqatan men unaqa mas'uliyati bor akalarni ko'rmagan. Juda ham mas'uliyatli odamlar bitta proyekt oladi. Boshqasini olmaydi. Umuman menga mana aytib qo'ydilar, o'zlari ham yaqinda gaplashuvdim. Men proyekt chiqyapti, berishim kerak o'sha akaga, lekin biz undan oldingi proyektimiz ustida ishlashyapti. Noyabrgacha temaga men. Temaga men olmayman noyabrgacha. Bo'lsa pul kelib turibdi. Kelib turibdi. Pulni birov gap bo'lar-da, deyish yo'qda. Yo'q, menga kerak emas. Noyabrgacha men temaga. Biz bir tomondan xursandmiz, ikkinchi tomondan yana programmist qidirishga mashg'ul bo'lamiz. O'shaning uchun programmist har doim sizlarga ham kerak hozir. Har doim kerak. Aytingiz-ku, bir o'zi qila oladi deb. Bizda ataylabdan shunday qilinganki, front end, back end alohida bo'lsa full stack qilamizda birdaniga. U aytmasligi kerak, biron proyekt bo'lsa, men o'zimnikini qilib berdim, ana endi unga borib front end topib kel demasligi kerakda. Ikkinchisi koder degan tushuncha bor. Koder bu dasturchi
unga project manager zadacha qo'ygan paytda konkret yozilgan bo'ladi. Shunaqa baza данных yaratsan, bunisi bo'lsin deb. U o'sha yozuvlarni kodga almashtiradi. Va shu o'rinda sizga ham masalan o'sha искусственный intellekt bilan moslashgan, bilimlari bor, praktikadan o'tgan bo'lsa, o'sha oldingi ishlaringizda bir bilimli bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan bo'lsa agar, nechta kishini ishga olgan bo'lardingiz? Yaxshi. Bu hamma biznesmenga bermoqchi bo'lgan savolim bu. Zo'r. Qarang. Har doim outsource kompaniyani ishlatgandan ko'ra подрядчикlarni o'zingizda bo'lgani yaxshi. Menda hozir yo'q. Bor endi anaqalar o'zimizni shogirdlar bor. Siz aytgan, siz bera oladigan senior yoki middle yaxshi tushunadigani yo'q. Albatta bizda Selena'da kompaniyamizda faqat bitta proyektimiz. Bizda yana 2-3 ta turli xil proyektlar bor. Biz ularni hozir realizatsiya qila olmayapmiz. Ishchi kuchi yetishmaydi. O'sha gap. Ishchi kuchi, ya'ni kerak bizga. Boya siz bilan gaplashib qolganmiz, boyagi bu kishi proyektda aytgandim, kitob. Zo'r proyekt ekanda. Juda ham. Zo'r. Odam kerak. Odam bor odamni. G'oya bor, g'oyani realizatsiya qilish kerak. kerak. Narsani tez realizatsiya qilib beradigan odamlar kerak. Bilaman, bitta proyekt ustida kamida 3 kishi ishlash kerak. Hozir danli moment agar inshaalloh biz bu proyektni boshlaydigan bo'lsak, investitsiya topib boshlaydigan bo'lsak, kamida 3 ta sizdan aynan o'sha proyekt uchun senior bo'lsa senior, middle bo'lsa middle kerak bo'ladi. Bu bitta proyekt. Undan keyin yana bitta boshqa proyekt. U proyekt aytaylik, misol uchun uslovda hozir bizda umumiy hisobda 3 ta proyekt bo'lsa, har bittasiga kamida 3 tadan xodim kerak bo'ladi. Ya'ni 9 ta. Inshaalloh ishlar yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsa, boshlaydigan bo'lsa o'sha proyektlarni kamida 9 ta programmist kerak bizga programmist kerak bo'ladi. Hammasini qo'yib, ishni joylashtirib, ishni boshlash. Va men juda xursand bo'lardim. Haqiqatan ham nimadan bor gapni aytish kerak. Sizni shogirdingizni ishlatdim, men o'zim ko'rdim ularni. Haqiqatan juda ham professional bo'ldi. Mas'uliyat zo'r. Nimaga men aynan sizni shogirdingizni olgim kelyapti? Konkret buni sababi endi ular misol uchun o'sha shogirdingiz proyektni olsa, bitta o'zi oladi. Bir o'zi qila oladi. Chunki bu juda ham anaqa tadbirkor uchun, biznes uchun juda ham выгодный narsa. Bitta proyekt bir kishiga berish. Bir kishiga oylik berish osonroq. Bir kishiga oylik berish oson. Bir kishi javobgarlikni hammasini o'zining bo'yniga olib juda qiyin, lekin oladi, qiladi. Va bir kishi qilsa, hammasi o'z javobgarlik bo'ladi, hamma ishni o'zi zo'r qiladi. Odatda agar biz bunaqa professional emasroq, ya'ni endi o'rganayotgan yoki endi middle bo'layotgan bo'lsa, biz bitta proyektni 2 kishiga berishimiz mumkin, 3 kishiga berishimiz mumkin-da. Uchalovidan sпрос olish qiyinroq bo'ladi-da. Chunki oylik ham o'sha 3 kishiga tarqatadi. Sizni xodimingiz bilan ishlash bizga ham ekonomически выгодно kompaniyaga va vaqtida topshiradi. Chunki mas'uliyat juda ham kuchli. Tez olish, ya'ni texnik zadacha olish, biznesda, ya'ni IT sohada eng muhim anaqalardan biri, protsesslardan biri. Tez olishi o'ziga bir haftadan 2 haftagacha vaqt oladi. Bitta o'sha professional anaqa xodimda. Bizda boyagi endi o'rganayotgan yoki hali o'qitiyor yoki unchalik emas xodimlarga birinchidan tezini o'zimiz olib berishga majburmiz. Bir xilda tezi ham oladi. Bir xilda o'zlariga topshirib qo'ysak, chala tushda tezini olib keladi. Eng yomon narsa proyektni topshirayotganda mijozni kutubi bizani taklif bilan to'lgan. Juda yomon narsa. O'shaning uchun obunachilaringizga ham bemalol aytsangiz bo'ladi. Yaxshi xodim har doim kerak. Faqat bizaniki. Mayli bizda bor. Bitta kompaniyada bizda qancha IT kompaniya bor? Mana shu farqli o'zida hozir bilan 40 dan oshiq kompaniya bo'lsa kerak. Bitta joyda. Bitta binoda. Bitta binoni o'zida. Hammaga kerak. Bu kompaniyani o'zi 40 dan oshiq bo'lishi mumkin-da, sanamaganmiz. Usul. Aytmoqchiligim, yaxshi xodim hammaga kerak. Prosta yaxshi o'zini ishini ustasi, mas'uliyatli odam bo'lsa, absolyutno ishsiz qolmaydi. Men bunga 100% kafolat bera olaman. Inshaalloh ishsiz qolmaydi, rizqini topib keta oladigan bo'ladi. Developer tayyorlaymiz, ya'ni loyihalashtiruvchi bo'ladi, adashmasam o'zbekchasiga. Farqi nimada? Biz mana praktika paytida proyektni tushuntiramizda, buni qilasan emas.
qani bolalar qanday qilamiz bu proyektni deymizda, bolalar bilan birga o'tirishib loyihalashtiramiz. Ba'zida mana bunaqa bo'lsin, mana bu yerda bunaqa bo'lsin, keyin sport ketadi. Nima uchun bunaqa bo'lish kerak? Bunaqa o'sha sportni ichida bitta proyekt yaratiladi-da. Va hech qachon tepadan turib mana shunaqa bo'lsin deyman. Noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa-ga tushuntirib beraman. Qarang, bunda qilsak, kelajakda mana bunaqa xato bo'lishi mumkin deb, team lead sifatida ularga ham masalan ertaga biron joyga ishxonaga kiradigan bo'lsa agar, menga o'xshagan maqtanish mas'ul 25 yillik tajribalik ega programmist bo'lmasligi mumkin u yerda o'rgatib turadigan yoki bori ham o'rgatmasligi mumkin. Bu yerda mana shu praktikamiz davomida shu narsalar o'rgatiladi. Shuning uchun ham ular borgan paytda Xudoga shukr, hozircha har holda uyaltirishgani yo'q va nasib bo'lsa eski o'quvchilar uyaltirishmadik. Mana yangi o'quvchilarda ham mas'uliyati eskidagi nimani tushirib yormasligi kerak-da. Уровеньni, darajani tushirib yormasligi kerak bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Kutubxonamiz sizdan sun'iy intellekt bilan bog'liq xodimlarni chiqarishgan. Agentство вообще yangi sohada. O'shaning uchun bu faqat biz emas, u любой IT kompaniya yaxshi xodimni o'qitishga tayyor. Men bunga bemalol aytishim mumkin, ya'ni yaxshi o'smoqchi bo'lgan kompaniya o'zini xodimini o'qitishga tayyor. O'qitadi, pul tikadi, o'qitadi, global o'sha xodim yaxshi qiymat olib kelib bersa bo'ladi. Shunaqa o'shaning uchun men yana bir aytaman, yaxshi xodim ko'chada qolmaydi. Ish topish qiyin bo'ladimi? Qiyin, oson bo'lmaydi. Yaxshi xodim ko'chada qolmaydi. Yaxshi xodimga har doim ish topiladi. Abror aka, katta rahmat bo'lmasam, bilimlaringiz bilan, o'sha bilganlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun kompaniyangizga omad tilayman. Har doim sizga mas'uliyatli, hard skills ham, soft skills ham zo'r bo'lgan dasturchilar chiqsin. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Endi keyingi tadbirkor Musayid Technologies kompaniyasi rahbari Said akani oldiga mehmonga keldik. Said aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Said aka, qisqacha avval o'zingiz kompaniyangiz haqida gapirib bersangiz, nima bilan shug'ullanadi kompaniyangiz? Bizda Musayid Technologies IT kompaniyamiz bir necha yildan beri biznesdagi ERP platforma, ya'ni biznesni to'liq avtomatizatsiya qilish bo'yicha noldan dastur yaratib berish bo'yicha xizmat ko'rsatib kelyapti. Ajoyib. Sizlar местный o'sha o'zimizda kompaniyalarga dasturlar yozasizlarmi yo chet eldami? Xalqaro kompaniyalarga ham dasturlar yozib beramiz. Asosan hozir O'zbekistonga xizmat ko'rsatyapmiz va dasturchilarimiz ham xalqaro loyihaga qarab programmistlarni, dasturchilarni jalb qilamiz. Said aka bilan tanishganimiz qiziq bo'lgan, shogirdimiz orqali tanishganmiz. Siz Karim va Mirshod degan shogirdlarimizni ishga olgansizda. Nima uchun aynan ular, masalan, siz ko'p programmist ishlatsangiz kerak, ulardan davolim bo'lib shu uchrashuvga taklif qildingiz-da, o'zingiz ham esimda bor. Nimasi yoqqan, nima uchun aynan bizni shogirdlarimiz olgansiz? Bizni shogirdlaringiz bilan adashmasam 2 yildan ortiq vaqt bo'ldi, ular bilan ishlab kelyapmiz. Karim bilan qisqa tanishligimiz bor edi va o'qishni bitirishdan oldin gaplashib, o'qishni bitirishdan oldin bizga kichkina loyihalar berib, praktika berishni boshlaganmiz va o'qishni bitirgandan keyin уже katta loyihalar berishni boshlaganmiz va faqat Mirshod emas, yana bir nechta dasturchilar loyihalarimizda qatnashgan. Ular ko'rsatayotgan rezultati, ya'ni natijasi juda ham yaxshi. Aytilgan vaqtda aytilgan natijani keragidan ortiq qilib bajarib berishgan. Boshqa dasturchilarda bo'lsa, ham o'zi dasturchilar ko'p keladi, ko'p ketadi, ya'ni yaxshi dasturchilarni saralab olib qolish uchun vaqt kerak ekan. Chunki dasturlash bizda odatda 3 oydan bir necha oygacha cho'ziladi. Kichkina loyihalar olmaganimiz uchun. Va u dasturchining darajasini shu bitta loyiha to'liq yopilgandan keyingina bila olasiz. Va shu bir nechta loyiha yopilgandan keyin biz siz shogirdlaringizga juda ham qiziqishimiz oshdi va ularga aytamiz, agar Akmal akada yana shogirdlar bo'ladigan bo'lsa, o'qish bitirmagan bo'lsa ham gaplashinglar, bizni praktika ish beraylik, keyin o'zimiz olib qolamiz deymiz. Shuning uchun sizni shogirdlaringizdan baraka topdik deb ayta olaman. Katta rahmat. Yangilar ham sharmanda qilmasin, bu darajani ushlash kerak. Chunki esimda borda sizga aytgan paytim hozir yo'q menda. Chunki yaxshi dasturchi ishsiz yurmaydi, yo zakaz oladi, yo startap qiladi o'zinikini, yoki bo'lmasam biron joyga ishga kirgan bo'ladi. Shunda men hozir nimasi yo'q. Men ham endi saralab beraman-da, rostdan ham o'sha mas'uliyatli, yaxshi bo'lgan praktikada yaxshi qatnashganlarni faqatgina taklif qila olaman. Shunaqa degan paytim kutamiz yangisini degandingiz, to'g'rimi? Shunaqa yaxshi spetsialistlar bo'layotgan bo'lsa agar sizda talab bormi ishga? Masalan, nechta ishchi olgan bo'lardingiz? Oxirgi o'tirishda ham yaqinda ham sizdan so'radim, o'zingizdan dasturchilar bo'lsa, praktika bo'lsa ham bizga bering deb aytdik. Talab doim bor. Yaxshi dasturchi bo'ladigan bo'lsa, doimo talab bo'ladi. Chunki dasturchilar ko'p o'z aslida, lekin
middle senior misol uchun middle tanishtirganlar aslida middle bo'lib chiqmayapti. 80-90% bizni разочароваться qilyapti. Ya'ni hayron qolamiz, nima uchun bunaqa men o'zim darajasini yuqori ko'rsatadi. Endi ular собеседование o'tayotganda grantni o'tyapti. Собеседованиеdan o'tish uchun zo'r tayyorlangan, lekin bu yog'i ozgina realga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun dasturchilikka doim talab bor. Doim loyihalar tushadi. U loyihalarni biz oddiyroq 4-5 ta dasturchi ishlatgandan ko'ra bitta yaxshi dasturchi ishlatganimiz yaxshi. Va yaxshi dasturchilar doim talash bo'ladi. O'qish siz ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'zingizdan ham, ya'ni bolalarni hali o'qish tugatmasdan oldin biz loyiha berib boshlaymiz. O'qish tugatib bizga o'tgandan keyin o'sha tajribasi bor, bilimi bor, o'qish tugatgan va ularga katta loyihalar beramiz. Keyingi kurslaringizda o'qib ketdi, biz o'zimiz jo'natamiz. Yana o'qiyapti, yana kattaroq loyihalarni bemalol olyapti. Ya'ni bizga dasturchilar doim kerak va yaxshi joydan keladigan bo'lsa, biz o'ylanmasdan, ikkilanmasdan olamiz. Keyin qarang, bitta narsa savol bermoqchi edim. O'zi agar bir korporatsiya bo'ladigan bo'lsa, katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, har bitta proyektda o'zini project menejeri bo'ladi, testirovщики bo'ladi, keyin o'sha xavfsizlik bo'yicha mutaxassisi bo'ladi. Ya'ni faqat dasturchilardan iborat bo'lmaydi-da. Lekin O'zbekiston kompaniyalari, nafaqat O'zbekiston, SNGda, Yevropada ham, umuman kichik kompaniyalarda deylik, unaqa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki zakazchi katta pul to'la olmaydi. Siz esa o'sha puldan kelib chiqib baribir nima qilib berasiz-da. Shuning uchun ham dasturchilarning mas'uliyati oshadi. Ya'niki dasturchi ko'p narsani bilish kerak, o'zini kodini test qilish kerak va hokazo. O'sha siz aytgandek vaqtini yaxshiroq bilish kerak. Shu o'rinda xavfsizlikni qanchalik darajada bilish kerak deb o'ylaysiz? Xavfsizlik o'zi aslida birinchi navbatda turadigan masala. Chunki biz misol uchun biznesdagi xizmat ko'rsatamiz. Mijoziy ma'lumotlari chetga chiqib ketadigan bo'lsa, bu juda ham ayanchli holat. Hozirgi paytda misol uchun IT bilan hammasi bog'liq. Plastik kartaga IT приложениеga bog'laymiz. Endi tasavvur qiling, plastik karta ma'lumotlari chetga chiqib ketsa, qancha mijozga zarar yetadi. Pul yechib bor, boshqa narsa bor. Mana shu masalada как раз yaqinda o'zimizda bo'lgan holat bor. Biz ham bitta loyiha qilamiz va u loyihani to'lov tizimini ishlab chiqyaptik biz. To'lov tizimini ishlab chiqish jarayonida biz shu bozorda bor ishlarni ko'rib chiqamiz. Boshqalar qanday qilgan? Boshqalar qanaqa qilgan, qanaqa yechim qilgan va xavfsizligi qanaqa. Shuni o'rganish jarayonida biz dasturchilarni bilasiz-ku, endi baribir qiziqib kodini ko'radi, zaproslarini tashlab ko'radi, qayerda o'tdi, ochuv qanaqa bo'lishi mumkin deb buzib ko'rishga harakat qilishadi. Nimaga? Chunki shu orqali ular o'ziga bilim olishadi. Agar blok qilsa, qanaqa blok qilyapti, shu buzish harakat qilganda qanaqa reaksiya qilyapti, shu orqali o'zlariga bilimni rivojlantirib boradi. Va bu aslida yaxshi. Pen testing degan tushuncha bor-ku, ya'ni siz o'zingiz hacker emas, endi hacker vazifasini bajaruvchi kompaniyaga shaxsga yetasiz. Tizim qildik, shularni tekshirib bering degan yaxshi. Endi o'zi pullik aslida u nima? O'zi pullik xizmat. Lekin bizda juda bir katta kompaniya bor, ham ko'pchilik biladi, juda yaxshi biladi. Dasturchilarimiz bir hazillashib, zapros berib ko'rsa, u zaprosda hamma ma'lumotlar kelib chiqadi. Ya'ni bepulga zakaz berish imkoniyati bor, ilova orqali. Va hazillashib zakaz berib ko'rishdi, zakaz rostdan qabul qildi. Pul to'lamasdan. Pul to'lamasdan zakaz qildi. Pul to'landi degan imitatsiya qilinib, o'sha kodni o'zgartirishdi. Zakaz qilib menga ko'rsatishyapti. Endi uni rahbar o'zi bilan tanish bo'lgani uchun hatto telefon qilishdi. Zakazingizni jo'natib yuboramiz. Xuddi pul kelib tushganda ularga. Tasdiqlaysizmi deb aytuvdi. Xullas o'tib ketdi. Agar nima deganda kelaverardi. Va shu narsamizni bilgandan keyin rahbar tanishdi, bizga yetishdi, biz dasturchilarga ya'ni tavsiyalar bilan yozdik. Yaxshi dasturchilar balki unutgandir deb o'yladik, shunga yozdik, hozir ham to'g'rilab qo'yishdi. O'zi masalan aytdingiz-ku, baribir test qilib ko'rishadi boshqa nimalar deb. U barcha dasturchilarda bor narsa. Masalan, bizda ham xavfsizlik alohida xavfsizlik kursimiz yo'q, lekin dasturchining o'zi bilish kerak bo'lgan narsalar baribir o'rgatiladi xavfsizlik bo'yicha. Chunki bu yerda shaxmat o'ynaganday narsa, hacker qanaqa hujum qilishi mumkin va siz qanday qilib oldindan bilish, qaysidir ma'noda hakkerdan ham aqlliroq bo'lish kerak-da. Ular qanday hujum qilishi mumkin, siz qanday oldindan buni yo'lini to'sib qo'yasiz. Va lekin biz xavfsizlik uchun o'rgatamiz, lekin aksariyat shogirdlar birinchi buzib boshlashadi-da. Chunki qiziqishadi, endi o'rganib olgandan keyin buni ko'rishadi, buni menga ham yuborib nima qilishadi, mana buni qildim deb qo'sh tirnoq ishda qo'li qichib turadi. Biror narsani buzib ko'rishga. Aslida bizda ham shunaqa dasturchilar bir-biri qilgan loyihaga spetsialniy shunaqa pen test ko'rishadi, ya'ni kamchiligini topishadi, hazil qilib
boshladi. Bir xil bolalarni o'zim ishlolmay qolamanda. Bizda bitta bola bor, juda ham qiziqadi. U dastur yozishdan ko'ra buzishga ko'proq qiziqadi va o'zim agar proyekt nima qilaman-ku, tekshirovchilar test qilib boshqagandek o'sha bolaga beraman. U o'sha bola odatda ko'proq topadi. Chunki qiziqadi-da, o'zini ishini yaxshi ko'radi. Buzolmaysan shuni deb qo'ysangiz, sal anaqa berib, slabo berib, motivatsiya buzolmaysan uni. Zo'r bo'lgan desam agar mana bunaqa kamchiliklari bor ekan deb sразу chiqarib beradi. Shunaqa bir ichki testirovание ham qilamizda. O'zi aslida bo'lishi kerak, lekin bizda O'zbekistonda hozir kiber xavfsizlik endi rivojlanishni boshladi. Men targ'iblarda, reklamalarda ko'ryapman. Kiber xavfsizlik bo'yicha fan testing qilib beramiz yoki sizlarga outsource xizmat ko'rsatamiz degan kompaniya chiqyapti. Bu yaxshi. Chunki bizga hali chet eldan yomon niyatli dasturchilar yoki xakerlar deymiz, kirib kelishni boshlasa, ularni ham ancha xavfi bor-da va ma'lumotlar chiqib ketishi, shotlardan pul yechilishi hozirgacha kuzatiladi bu masalada. Shuning uchun men o'ylayman, kiber xavfsizligiga juda yaxshi qarash kerak va zakazchiliklarga biz yetardik. Doim pul ekonom qilmaydi. Pul ekonom qilish aslida o'ziga zarar ishlab qolishi mumkin. Xavfsizlik kerak emas bizga deyish mumkin yoki bir xilla yo 2-3 ta dasturchiga beradi, kichkina kompaniyaga ular o'zlari dastur qilib berishadi, ertaga muammolar kelib chiqadi. Bu aslida dasturchilar o'sha siz aytgandek xavfsizlikda juda ham yaxshi o'qish kerak. Chunki sal omadimiz bor joyi bor O'zbekistonda. Aslida O'zbekistonda aksariyat dasturlarda xavfsizlik umuman yo'q. Bizda omadimiz kelgani bilasizmi nimada? Nimagadir sal mentalitet o'zgardi, bir sal boshqacharoq bo'lib turibdi. Yoshligimizda qanaqa bo'lardi? O'sha payt Telegram yo'q edi, ICQ degan narsa bo'lardi, ASCII deb aytardik. O'shanda dasturchilarimiz bir-birimizni gruppamiz bo'lardi-da. Biron kishi bitta saytmi, programma qiladigan bo'lsa agar shart tashardi, mana qaranglar qanday qildim desa, 2 minutdan keyin kirsangiz уже buzilgan bo'lardi-da. Bir marta nomini aytmayman, bitta ayol kishi qo'shiqchini saytini qilgan ekan bitta programmist. Ochib kirsa agar, mana shunaqa holatda turibdi, bir chiroyli qilib milliy tam atlaslarda, boshqa chiroyli rasm saytida. Ikkinchi program 5 minut o'tgani yo'q, ikkinchi programmist yozyaptiki, saytingni buzdim deyapti. Yana kirib qarasak, o'sha opani o'rniga maymunni qo'yib qo'yganda kimdir. Shuning uchun ham dasturchilar ehtiyot bo'lish kerak. Oldin har doim vaziyat mana shunaqa edi. Juda o'ylab yozardingiz-da. Hozir buzadigan odam yo'q. Shuning uchun ham sal erkinlik bo'lib qoldi. Lekin agar mana shu xakerlik aktivlashadigan bo'lsa, O'zbekistonda aksariyat platformalari qulaydi desa ham bo'ladi. Endi bizda men o'ylayman, qonun nuqtai nazaridan juda baribir agar xakerlik qiladigan bo'lsa, javobgarlik katta-ku. Shunga menimcha qiziqish pastroq deb o'ylayman. Lekin rostdan ham biz o'zimiz ham bilamiz, yoshlikda sarnovaniya bo'ladi. Ya'ni musobaqa bo'lardi, kim yaxshiroq, kim ko'proq buzish, kim o'zining loyihasiga buzib kiradi va hokazo. Men o'ylayman, shu narsa ham agar aktivlashsa qonuniy doirada, ya'ni bizda ham har xil bor ommaviy loyihalarni fan test orqali, ya'ni test qilish orqali kamchiliklarni aniqlab bersa bo'ladi. O'sha rahbarlik kamchilik bor yo'q qolgan deb. Men bir eshitdim, yo Google'da yo Apple'da agar bitta kamchilik topib buzib kiradigan bo'lsa, sistemasiga bir necha million dollar beradi. Buni ustida millionlab dasturchilar ishlar ekan, shu topaman pul ishlayman deb. Buzaman deb ishlar ekanda. Zo'r, ya'ni bizda ham xuddi shunaqa katta kompaniyalar IT agar ishonch bo'ladigan bo'lsa, aytish kerak, mana harakat qilib ko'ringlar, agar kamchilik topsanglar ball beramiz. Ball yoki pul beramiz deyish mumkin. Ajoyib Said aka, xursandman. Menimcha ajoyib suhbat bo'ldi. Ishlaringizga rivoj tilayman. Mana shunaqa dasturchilarga ish berib, ish bilan ta'minlab va boshqa mijozlaringizga ham yaxshi xizmat ko'rsataverib, ayniqsa chet ellik mijozlarga, chunki chetdan pul olib keladi-da bu. Yanada rivojlanishda davom eting. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Astracode va Startup Garage loyihalari birgalikda kelishuv qilishgan. Bu kelishuvga binoan Startup Garage 500 ta Astracode bitiruvchilariga grant ajratishgan. Lekin Startup Garage'da o'zi nima, avvalambor shu haqda gaplashib olaylik. Bo'lmasa Oxunjon aka, Startup Garage haqida sal kengroq gapirib bersangiz, nima qiladi va Astracode bitiruvchilariga qanaqa foydasi bor, shu haqda ozgina gaplashsak. Assalomu alaykum barchaga. Akmalga kattakon rahmat Startup Garage bilan hamkorlik uchun va media tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun. Biz Startup Garage bu yoshlarni oddiy g'oyasidan to investitsiya olgungacha yordam beradigan tashkilotmiz. Va hozirgi kunda biz o'zimiz o'qitib, ham investitsiya kirityapmiz. Imkon Ventures degan venture fondimiz bor. 5 million dollar qiymatda birinchi startapga Karmon startapi o'z investitsiya kiritishni boshladi. Asosiy maqsadimiz
g'oyasi bor bo'lgan yoshlarni investitsiya olib chiqish. Mana oxirgi statistikani ko'rsak, butun mintaqamizda 10 ta startapdan 9 ta startap fail bo'lar ekan 3 yilda. Buni sababini o'rganishsak, birinchisi ta'lim yo'qligi, mentorство yo'qligi, networking kam bo'lganligi uchun. Va eng katta yana muammo, hamma startaplar Toshkent, butunlay shaharlarga to'planib qolgan. Biz hozir bu muammoni hal qilish uchun hattoki qishloqlardan ham mana Astrakodni ham bilamiz, bu butun O'zbekiston, Markaziy Osiyo, butun dunyodan IT bilimlarni olish uchun qilingan onlayn platforma. To'g'ri. Siz hattoki qishloqdan turib ham bu platforma dunyo darajasidagi platformadan dastursiz biladi. Biz ham xuddi shuni yoshlarga qishloqda turib O'zbekistondagi eng yaxshi yetuk startaplardan bilimlarni besplatni beryapmiz. Ham onlayn darslar bor. Bundan tashqari har haftasiga 2 tadan master-class qilamiz. Mana yorqin namunasi Akmal Fayziyev, Alisher Tojiyev, har bir qilingan startaplar asoschilarida 1 milliondan ortiq user bor ilovalarda. Bu narsa kompleks sizlarda o'quvchilarga besplatni beryapmiz. Va bu narsaning qiymati 500 ta o'quvchiga yetadi. Qarang, startup garaj, masalan, ko'pchilik o'quvchilar akademiyalarni, har xil akademiyalar yoki masalan Astrakodni bitirgandan keyin ish izlashmaydi. Hamma ham ish uchun o'rganishmaydi dasturlash. Dasturlash bu erkinlik. Shuning uchun ham ular nima qilishadiki, o'zlarining g'oyalari bor, g'oyalarini ro'yobga chiqarishmoqchi bo'ladi va ko'p holatlarda ular biznesmen bo'lmaganligi uchun bir muvaffaqiyatga erishishlari qiyin. Chunki dastur zo'r, bilimlari yaxshi ularda, shuning uchun ham dasturni zo'r qilishadi, lekin biznes jihatdan qiynalib qolishadi. Demak, ularni sizlar o'qitasizlar, to'g'rimi? Lekin sarmoya ham kiritasizlarmi? Shu puldan gapiring. Yaqinda bizda 2 xil dasturimiz bor, rezidentlik va investitsiya kiritish dasturimiz bor. Income Ventures'dan investitsiya kiritamiz, startaplarga rezidentdan investitsiya olishga yordam beramiz. Aytaylik, bizga rezidentlarimiz kirishdi, endi ilovalari tayyor yoki veb-saytlari tayyor, produkt tayyor. Endi investorlarga loyihalar olib chiqish yordam beradi. Aloqa Ventures, Yoshlar Ventures, IT Park Ventures, hamma venture fondlarga yoshlarda ko'pchilikda dasturi bor, lekin pitch qilishni bilishmaydi. To'g'ri. Pitch qilishni o'rgatamiz. Yoshlarda dasturi bor, lekin uni MVP'ni qayerlarda olib chiqishni bilishmaydi. Ya'ni ilm nafaqat dasturda qilishda, balki uni sotishda ham. Aytaylik, ko'pchilik dasturchilar introvert bo'lishadi. Pitch qilishda ekstravert bo'lish kerak. Bizda shunaqa partnerlarimiz bor, mentorlarimiz bor. Ular katta venture fondga olib kirishda ular unga pitch qilishadi. Shunaqasi ham bormi? Yoki pitch qilishga yordam berishadi. Aytaylik, qaysidir founder men o'zim chiqaman deyish mumkin, yo'qsa qaysidir founderlar o'zlari olib kirib mana shunaqa loyihalar deb aytib ketishadi. Qisqa tushuntirib o'taman. Pitchdagi degani bu investorlarning oldiga chiqqan paytda chiroyli qilib, qisqa qilib aytganda bu prezentatsiya startapingiz haqida, u nima qiladi, kelajakda qancha pul olib kelishi mumkin, qanday qilib ishlamoqchisiz va hokazo har xil statistikalari, raqamlari bor. Ajoyib. Demak, qarang, sizlar ham o'zlaringiz investitsiya qilasizlar, ham boshqa venture fondlaridan investitsiya olish uchun yordam berasizlar, to'g'rimi? Ko'pmi hozirgacha keyslaringiz? Hozirgacha rezidentlarimiz 200 dan ortiq. 200 dan ortiq. Ularning ichida 30 dan ko'pi investitsiya olishdi. Zo'r. Rezident jam bo'lib, hozir yordam bergan startaplarimiz qiymati $2,5 million miqdorida investitsiya olib berganmiz. Eng yuqorisi $780 ming dan Pulse EV degan loyiha va eng kichkinasi $5 ming bu Educoin degan platformaga olib berganmiz. Ya'ni o'sha Educoin ham sizni o'quvchilaringizdan ekan. Shogirdim, to'g'ri. Shogirdingiz ekan. Juda xursand bo'ldik. Ya'ni sizdan kelgan shogirdlarning mana natijasini ko'ryapmiz. To'g'ri. Bu narsa bizda gapirayotgan gapimiz amaliyotda bo'lyapmi yoki yo'qmi? Ya'ni siz bilan master-class qilganimizda hamjamiyatimizda Educoinni o'sha Islomjon aka kirdilar va o'zlarini yutuqlarini aytishdi. Ya'ni men juda xursand bo'ldim. Bu narsa tashkillashtirilmagan. Oldindan bu shu jarayonda avtomatik bo'lib ketdi. Men juda xursand bo'ldim. Ustoz, shogird va investitsiya olganlarni ko'rib men juda xursand bo'ldim. Shundan o'zim ilhomlandim. 500 ta grant sizlarda Astrakod o'quvchilariga berildi. Bu narsa ham tamal toshi. Ertaga Astrakodni bitirib investitsiya olishsa sizga, yurtimizga, startup garaji katta imkoniyat. Demak, Astrakodni bitirgan o'sha 500 ta o'quvchiga sizlarga o'sha grant asosida taklif qilishimiz mumkin. G'oyasi bo'lsa yoki o'sha biron bir startup programmist sifatida kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshagan vaqtlarda sizlarga murojaat qilishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Yana bir narsani aytib o'taman. Ya'ni biz faqatgina bu bir-biri bilan uchrashtirib qo'yishimiz, hackathonlar uyushtiramiz.
kuchli kompaniya aytaylik, iman kompaniyasi, Click kompaniya, Payme kompaniyasi bor gaplashib, sizlarda hakaton uyushtirish. Ya'ni sizlar dasturchilarni katta kompaniyalarga yangi funksiya qo'shish bo'yicha hakatonlar uyushtiramiz. Birinchisi UseStudy bilan bo'lyapti. Hakaton uyushtiryapmiz, ya'ni UseStudy o'zidagi muammolarni aytadi. Dasturchilar shu muammolarni hal qilish uchun kirishadi. Aka, raqamlarga qaytadigan bo'lsak, 30 dan ortiq kompaniyaga o'sha investitsiya jalb qilishga yordam berdik dedingiz. Bu birinchi raqam. Ikkinchi raqamni aytganingiz bu 2,5 million dedingiz. Sizlar o'sha jalb qilingan summa o'sha 30 ta kompaniyaga umumiy miqdorda $5,000 ham bor kompaniyalar, 780,000 ham bor. Ajoyib, chiroyli raqamlar. Lekin bu bitta sizlarda O'zbekistonda umumiy bozorini olib qaraydigan bo'lsak, startaplar ham ko'p, investitsion fondlar ham ko'p. Umuman O'zbekiston bozorida hozir mana shu qiymatlar, sarmoyalar qanchaga, raqamlari qanaqa? O'zbekistonda oxirgi statistikaga binoan 7 ta venture fond O'zbekiston bozorida bor. IT Park Ventures, Aloqani United Ventures va boshqa venture fondlar, chet eldan kirgan Domino Ventures ham bor. Bular umumiy qiymati fondini $136 million hisoblanadi. Bundan atiga $8,5 million investitsiya bu kirgan. O'zbekistonda startaplar bizdan tashqari. Shu yilda o'zini aytasiz, 1 yillikda hozircha ma'lumot. 2025 Tugagani yo'q hali? Tugagani yo'q, $8,5 million investitsiya kiritildi. Lekin $128 million pul ko'chib. Agar yangi g'oya startap bo'lsa, venture fonddan qidirilib bunaqa startap beriladi. Qaysi loyihaga o'zbekcha loyiha qilsan? Juda ham ko'p. Bundan tashqari angel investorlar degan klub ochilgan, CS Angels. Unda ham juda katta angel 30 ga yaqin adashmasam, nimalari bor? Portfelida angel investorlar bor. Ularda ham juda katta mablag' bor. Hozir biz ham aytganingizdek $1,400,000 Astrakodga chet el kompaniyasi investitsiya kiritmoqchi va fond qaysi davlatda aytib o'tirmayman. Chunki hali muzokaralar olib borilyapti, kelishmaydigan joylarimiz bor, hali qizg'in bahs ketyapti-da. Va biz ham xudo xolasa agar yaxshi katta kompaniya bo'lib ketadigan bo'lsa agar birinchi navbatda o'zimiz ham qarashardik ana bu chiqadigan yoshlarga. Chunki ko'p holatda g'oyalarni ham o'zimiz beramiz. Bizda Astrakodni bitirgandan keyin praktika qismi bor. Praktikada biron bir g'oya berib, shu real proyekt bo'lsin deb haqiqiy project managerlar, o'sha produkt ownerlarni qo'shib, talab qilib, ishdan farqi bo'lmaydi-da. Chunki ertaga ishga kirgan paytida mana shunaqa muammo bo'lmasligi uchun ular tayyor bo'lishi kerak. Jangga chunki kaskalar bilan, miltiqlar bilan yuborish kerak-da ularni. Ana shunaqa tayyorlaymiz biz ham. Nasib bo'lsa, mana bu sohada ham balkim kelajakda birga ishlash nasib qolar. Katta rahmat barcha aytgan fikrlaringiz uchun. O'zbekistonda oxirgi yillarda IT ga juda katta e'tibor qaratilyapti, lekin menimcha ko'pchilik yoshlarda yoki xabari yo'q, yoki bo'lmasam baribir menga berishmaydi, tanish bilish, shunaqa degan bir fikrlar bor deb o'ylayman-da. Bu rostdan oldin bu narsalar haqiqatdan mif bo'lgan, ya'ni afsona bo'lgan, hozir bu reallikka aylandi. Ya'ni bizda asosiy maqsad loyihasi reallikka olib chiqish. Biz o'zi sizlar garajda ham maqsadi shu, loyihani, g'oyani reallikka olib chiqish. Va bu jarayonda hamma infratuzilmani real hozir besplatni taqdim qilamiz. O'zi aslida Akmal aka bu narsa turli turadi. Biz juda ham katta homiylar orqali bu narsani ko'tarib, investitsiya orqali ko'tarib turibmiz. Ya'ni bu aslida yoshlarga bepul, lekin bu narsaga juda katta pul tikilyapti. Bu narsadan hozir agar foydalanib yoshlarimiz shu davlatimizga qiymat bera oladigan loyihalar qilsa, buni natijasi yoki bizning kompaniyamiz uzoq muddat qoladi. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz mana garajda ham shu founder communityda 50 mingta startapni o'qitish, g'oyasi bor bolalar o'qitish va o'shaning ichida 5%ga 5 mingtasi startap qilsa, O'zbekiston bozoriga $5 milliard dan $10 milliard gacha qiymat qo'shiladi. Mana misol uchun arzon optikani bilamiz. Arzon optika bir necha yillar avval oddiy bitta loyiha g'oya bo'lgan. Hozir Fom Group arzon optika juda katta unicorn bo'lish arafasida turibdi. Agar hozir ham yoshlarimiz klinika sohasida bo'ladimi yoki payment sohasida bilan yangilik qilsa, xuddi PayPalga o'xshab, Netflixga o'xshab loyihalar qilsin, biz uni butun dunyoga olib chiqishga harakat qilishga yordam beramiz. Yoshlardan nima talab qilinadi bu narsa uchun? Birinchi navbatda o'zini g'oyasida yonish. Ya'ni ko'pchilik zo'r bo'lishi kerak deb o'ylaydi, yo'q. Birinchi navbatda o'sha g'oyasida yonish. Alibabaning asosiysi ham o'sha g'oyasida yongani uchun o'zi zo'r mutaxassis emas. Lekin g'oyasi uchun yongani uchun boshqa insonlar mutaxassislar g'oyasiga qo'shilgan. Birinchi o'rinda g'oyasida yonish, undan tashqari
kerakli bilimni olish va bundan keyin networkingni rivojlantirish. Ya'ni g'oyangiz bor, networkingiz bo'lmasa hech kim bilmaydi o'zini. Qancha bizda misol uchun investitsiya olgan yoshlar Aloqa bank yoki boshqa televideniyada chiqishni boshlash. Mana sizda shogirdingiz Educoin loyihasi O'zbekiston 24 kanalda chiqdi. 24 millionlab insonlar ko'radi. Millionlab insonlar ko'rishyapti loyihasida. Bu narsa networking orqali. Mana bizda investitsiya olishdi, yoshlar venturesda investitsiya olishdi va O'zbekiston 24 kanalda chiqishyapti. Oddiygina yosh qishloqdan kelgan bolalar shu investitsiya olib butun O'zbekistonga tanilishyapti. Nahot endi boshqa yoshlarimiz imkoniyat yo'q deb o'ylaysizlar. Imkoniyat amalda o'zini natijasini ko'rsatyapti. Hamma shundan eng kamida networking bilan foydalansa, o'zlarini ishlarida yoki startup loyihalarida yordam beradi bu narsa. Men ham shu ishga kelishimga katta kompaniya bilan hamkorlik qilishim juda katta yordam bergan. Hattoki o'zimda ham investor $40,000 investitsiya olganman. Ilm, networking, hamjamiyat. Ya'ni muhit yoshlarni o'zgartiradi. Aytaylik, qishloqda yosh do'sti bor, Sony, Dendilarga boradi, PlayStationga borishadi. Unaqa do'stlar bilan turgan yaxshimi yoki $1 milliard kompaniyani qurgan insonlar bilan bo'lgan yaxshimi? Yaxshi, katta rahmat ajoyib suhbat uchun. Menimcha yoshlar ham startup garaj haqida barcha kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Yoshlar shu narsani tushuntirib bermoqchi edikki, hozirgi kunda IT ga juda ham katta ahamiyat berilyapti o'sha davlat miqyosida va shaxsiy o'sha venture fondlar, ya'niki yosh startaplarga investitsiya kiritadigan kompaniyalar ham ko'payib bormoqda. G'oyangiz bo'lsa, dasturlashni biz o'rgatib olamiz. G'oyangiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha orqasidan siz yonadigan bo'lsangiz, Oxunjon aka aytganidek, demak siz bemalol katta bir kompaniyaga aylanishingiz mumkin. Garantiyasi yo'q buni. Hamma narsa o'z qo'lingizda. Habibulloh, assalomu alaykum. Oxunjon aka bilan gaplashdik. O'sha startup garaj yoshlarga yordam berishlari, sarmoya jalb qilishga va shu haqda. Umuman ko'rsatuvimizda o'zi kam joy bo'lsa ham aslida, lekin baribir siz bilan qisqacha gaplashishga qaror qildik. Sababi aytilgan gaplar isboti bilan yaxshida. Siz $50,000 sarmoya kiritilgan ekan sizga. Startup garaj yordam bergan, to'g'rimi? Ozgina gapirib bera olasizmi birinchi navbatda startapingiz haqida? Habibulloh, Farmoniya loyihasi asoschilaridan biriman. Loyihamiz moliya yo'nalishida shaxsiy moliyani boshqarish uchun yaratilgan innovatsion moliyaviy yechim. Sun'iy intellekt bilan integratsiya qilganmiz. Xarajatlaringizni, hisob-kitoblaringizni qo'lda yozishingiz shart emas. Shunchaki ovozli xabar orqali yozishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yaqinda Imkon Ventures fondidan $30,000 investitsiya jalb qildik. Ajoyib. Startup garajga kelgan paytingizda nima narsangiz bo'lgan? Startup garaj kelgan paytim shunchaki g'oya bo'lgan. Ya'ni garaj bizga juda katta yordam bergan. Bizning g'oyamizni mukammal bir biznesga aylantirishga. Investitsiya jalb qilish uchun qanaqa etaplardan o'tdingiz? Men bilaman, chet ellarga bordim dedingiz, to'g'rimi? Qayerlarga bordingiz? Nimalar qildingiz? Shu haqda ozgina. Chunki odamlarga proses qiziq bo'lsa kerak-da. O'tirgan joyga hech kim "Men $50,000 deb bermasa kerak baribir. Buni orqasida katta mehnat yotibdi. Birinchi o'rinda biz BRB degan konferensiyada qatnashganmiz, oldingi yil o'tkazilgan. Bu yoqda g'oyamizni tatbiq qilganmiz va ideyamiz uchun biz $150 million grant sifatida olganmiz. $150 ming so'm. $150 million so'm. $150 million so'm. Wow, zo'r. Birinchi o'rin olganmiz. Bu yerda loyihamiz juriylik juda ham yoqib tushgan. U paytda hali dastur bo'lmagan, g'oya bo'lgan. G'oya bo'lgan. Ajoyib. Haftada ko'targanmiz. Zo'r. Shuni yordamida bizga o'sha pul ajratishgan. Bu bizga juda katta motivatsiya bo'lgan. O'sha payt biz garajda bu loyihani rivojlantirayotgandik. Rezidentlikni qabul qilganmiz. O'sha yerda Muhammad aka bilan ustozimiz bilan birgalikda loyihani to'liq olib ko'rib chiqib, kerakli joylarni qoldirib, uni mukammal biznesga hozirgi paytda aylantirdik. Biz Startup Garaj bilan Astrakod kompaniyasi Startup Garaj bilan hamkorlik imzo chekdik. Yaqinda 500 ta bitiruvchilarimizga grant berishdi. Ularga nima bu etaplardan o'tgansizda, sarmoya ham olgansiz. Nasib bo'lsa katta o'sha единорог deymiz-ku, kompaniya bo'lsin, nasib bo'lsa IPO ga chiqish niyatingiz bor-a? Ajoyib. Endi lekin yoshlarga mana endi dasturlashni o'rganib chiqdi, Startup Garajga endi kelyapti, ularga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Garaj bor hozir. Albatta garaj bersam maslahat beraman. Garaj sizni tayyorlaydi, sizni bilimlaringizni shakllantiradi, ilm ulashadi. Bundan tashqari
kerakli bilimlarni o'zlashtirib, to'g'ri investitsiya olishga siz tayyorgarlik ko'rsatishga yordam beradi. Maslahatlarimdan bittasi, o'zimiz startap boshlaganimizda startap nima ekanligini bilmaganmiz. Yani shu garajga kirgandan oldin, ishdan oldin shu akseleratsiya programmada qatnashib, bu haqida izlanganmiz, o'rganganmiz. Maslahatlarimdan bittasi birinchi o'rinda bu startap o'zini kitoblari bor. Venturelarning kitoblari bor. Venture mindset, startap shularni o'qib chiqib, keyin startap boshlashlarni maslahat beraman. Chunki startapim bir kitob, bir yo'nalish, bu yo'nalishda siz doimiy ravishda o'rganishingiz kerak, izlanishingiz kerak. Hisob kitoblarni yaxshi bilishingiz kerak, foizlarni hisob kitob bilishingiz kerak. Bundan tashqari boshqa bilimlarni ham o'zlashtirishingiz kerak. Sales, marketing, sotuv, scaling. Faqatgina dastur yasab qo'ygani bilan bitmaydi, to'g'rimi? Qarang, raqamlarga keladigan bo'lsak, siz aytdingiz, g'oya bilan kelganman, hozirgi kunda $50,000 sarmoya oldik deysiz. Grantlar bilan qo'shib $50,000mi? Wow, zo'r. $80,000 mana shu jalb qilgansizda startapingizga. Katta rahmat. Tomoshabinlarimizga menimcha juda ham kerakli ma'lumotlarni berdingiz. O'z tajribangizdan kelib chiqib, omad tilayman startapingizga va shuni ta'kidlashim kerakki, odam ko'p pul ishlay boshlagandan keyin u farq qilmay qo'yadi, anaqa qayerga sarflashini bilmay qoladi. Shuning uchun ham odamlar oyliklari ayniqsa mana programmirованiyada oshishi tezroqda, oshib ketaveradi, lekin rasxod kamaymaydi. Ko'payib ketaveradi va bir xil urovda yashayverasiz, necha ming dollar oylik olsangiz ham. Va shunaqa paytda menimcha sizning dasturingiz, meni o'zim ham bugundan boshlab ataylab sketch qilib olib, ko'rib nima qilaman. Menimcha hammaga kerakli bo'lgan dastur. Omad ishlaringizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Keyingi uchrashuvimiz ana To'lqinjonning oldiga keldik. To'lqinjon biz biznes hamkorimiz desak bo'ladi. Zakazlar bo'yicha bu kishi har xil zakazlar olib o'zini komandasi bor bajarishadi. Ba'zida bizga ham proyektlar berib turishadi. Biz ham guruhlarimiz bilan guruhimiz bor, birga ishlaymiz, proyektlarni topshiramiz. Lekin bugungi uchrashuvimizda maqsadimiz boshqacharoq. Sababi bizni praktikantlarimizga bilasizlar, real proyekt beramiz, haqiqiy proyekt beramiz. Hozir ham To'lqin o'zini proyektini bizda o'sha bitiruvchilarimizga ishonib topshirmoqda, hali praktika boshlangani yo'q. Ushbu proyekt haqida To'lqin o'zingiz gapirib berasizmi? Xo'p, loyihamiz nomi Qo'yarchi deb nomlangan, hozircha QRchi. Xo'p, loyihamizning asosiy maqsadi Akmal aka, har bitta savdo qiladigan, xoh xizmat yo'nalishida bo'lsin, xoh tovar yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa ham, har bitta tadbirkor uchun mo'ljallangan 1% o'rta hisobdagi cashbackni yig'ib berish. Bu asosan marketingda ko'p qo'llanishini biz nazarda tutyapmiz. Ya'ni har bitta mijoz kimnidir uslugasini yoki kimnidir tovarni olgan paytda uning uchun mijoz uchun qiziqarli bo'lishi balkim 1%, balkim 2%dir. U tadbirkorning talabidan kelib chiqib qo'yiladigan narsa. Ya'ni o'sha eski mijozlarni o'zida doim saqlab qolishini ta'minlash maqsadida, cashbackni boshqacharoq yo'nalishi desak ham bo'ladi. Ana karta loyalnosti ham deyishadi. Faqat QRchi nomi chunki QR kod orqali bo'ladi. QR kod orqali, o'sha bitta QR kodni o'zida magazinni ham aniqlaydilar, summani ham aniqlaydilar. Mijoz uchun hech qanday og'riq bo'lmaydi, faqat QR kodni o'qitib olsalar bo'ldi bu. Zo'r. Qaranglar, men bu praktikamizda hamma YouTube'da masalan sizga programma bo'ladi. Endi u programmani shaxsan o'zim har bir qatorini tekshirganim uchun yoshlar ishlagani bilan juda ham sifatli programma bo'ladi, xudo xolasa. Bolalarga nima? Bolalarda har doim masalan Astrakodda olib qaraydigan bo'lsak, ko'p proyektlar beriladi o'zi aslida. O'sha bilim olishlari uchun. Lekin haqiqiysiga yetmaydi. Chunki o'zingiz ham turasiz, siz bilan ham uchrashuvlar bo'ladi, programmani tekshirasiz, biron bir g'oyalaringizni aytasiz. Ular ham project managerlar bilan ishlaydi. Ya'ni oylik olmaydi, bo'ldi-da. Qolgani hammasi haqiqiy. Project manager ham haqiqiy, siz klient ham haqiqiy, proyekt ham haqiqiy. Hamma yutuqda bundoq olganda. Lekin yana bitta nima savolim bor shu o'rinda. Masalan, shulardan endi gruppa katta bo'ladi o'zi. Programmistlar yoshlar bo'lganligi uchun bir 10 ta, 12 kishini qo'yamiz hali nasib bo'lsa bu proyektga. Lekin odatda tajribadan kelib chiqib aytaman, bitta 2 kishi shunaqangi zo'r ishlashadi, o'sha proyektni yorib yuborishadi, dumdogan hamma tomoni bilan. Sizdan ham yaxshiroq tushunib qoladigan bo'ladi. Shunday bo'ladi odatda. Shunaqa. Eski proyektlarimizda shunaqa bo'lardi har holda. Shunga o'xshagan bolalar chiqsa,
ishga olgan bo'larmidingiz? Men proyektingizni qilib berdi, o'shani davom ettirish maqsadida. Albatta. U ikkilanishni siz olardim Akmal aka. Buni bitta yagona sabablardan bittasi asosan birinchi o'zi loyiha buyurtmachi tomonidan koderga berilishining asosiy sababi birinchi ishonch o'zi aslini olib qaraganda. Endi meni fikrimcha u, lekin bilimi u men uchun keyingi darajada. Chunki u agar ishonchi birinchi muhim men uchun. Sababi u aldamaslik kerak, joyida qilib berish kerak, aytgan vaqtda qilib berish kerak va hokazoda. Bu hammasi ishonch bilan bog'liq bo'lgan narsa. Bilimi endi undan keyingi men uchun hozircha fikrim. Endi siz aytgan savolingizdan kelib chiqib, loyihamizni albatta biz unga berardik. Sababiki bizlarga Legoga o'xshagan narsa-da, u ham loyihaning nimasi, joyi yozilgani ham qaysidir ma'noda, masalan, men sizga ishonganim uchun loyihani beryapman. Xo'p, keyingi nima bosqich nima bo'ladiki, u loyihani sizni bolalaringiz ko'targandan keyin ular aytganingizdek ipidan ignasigacha ular bilib ketadi. Men o'zim ham boshqa loyihalarimda, noldan yozishadi chunki ular. Men o'zim boshqa loyihalarimda ham bu tajribadan o'tgan. Ba'zi bir 2 yillik loyiham bor. Masalan, mana doimiy meni moliyalashtirib kelayotgan loyiha, ba'zi funksiya men o'zimning esimdan chiqib ketadi. Programmist bola menga eslatadi uni. Bu joyda mana bunaqa edi, bu joyda mana bunaqa edi deb yuboradilar-da. Chunki ular mehnatini noldan bilishadi. Noldan yozib kelganda ular. Men uni ikkilanishsiz bergan bo'lardim. Bilimidan ko'ra ishonchi muhimroq dedi. Nimaga bunaqa qarorga kelgansiz? Ya'ni Zo'r savol. Ikkita narsa bor. Har bitta dasturchida, umuman har bir professional ishchida o'zi ikkita hard skills deymiz, bilimlari, soft skills deymiz, bu odamgarchiligi, xarakteri va hokazo. Siz o'sha soft skills ustini qo'yapsiz. Bu biron bir voqea bo'lganmi? Nima uchun unaqa? Ha, bunda men uchun bundan bir taxminan 2 yildan oshiqroq bo'ldi, 3 yil bo'lmadi. Bitta sinov bo'ldi. Rosasi qilganman bu borada. Ya'ni hozir kulib aytib beryapman. Hozir kulib aytyapman. Nimaga kulyapman bilasizmi? Chunki bu men uchun hozirgi katta loyihalarimdagi tajribani bergan ekan menga. O'sha paytda men uchun qimmatga tushgan bu. Lekin hozir o'ylab qarasam, u narsani men yaxshi narxda o'sha xatoni o'rganib olgan ekanman deb turibman. Xo'p, qisqa qilib aytgan paytda nima bo'lganki, bitta dasturchi bo'lgan. O'sha dasturchini bizlarga backupni bermaymiz deb tahdid qilishgan. Ya'ni ular endi dasturchi u nolni kodni yozgandan keyin unda kirish ma'lumotlari, chiqish ma'lumotlari, hamma informatsiyalar ularda bo'ladi. Lekin ular bizlar ma'lum bir muddatdan keyin bizlar bilan ular kelishmovchilik bo'lgandan keyin loyihani ishda bitta knopkada o'chirishgan. Deaktiv qilishgan, o'chirishmagan, deaktiv qilishgan. Kodi, ma'lumotlari ombori hech narsa berishmagan. Hech narsa berishmagan. Keyin men buyurtmachini oldida endi buyurtmachi meni biladi-ku, to'g'rimi? U dasturchini bilmaydi-ku, meni biladi. O'shaning uchun men shu joydan rosa qiynalganman. Yo'q, shoshmangda. Kelishmovchilik bo'ldi dedingiz. Masalan, zakazchi sizga beryapti proyekt. Siz bolalarni qilyapti. Proyekt tayyor bo'lgan, to'g'rimi? Tayyor bo'lgan, ishlab turibdi proyekt. Nimaga bolalarni oyligini bermaganmisiz? Nimaga bular? Bu ham zo'r savol bo'ldi. Xato mendan ham bo'lgan bo'lishi mumkin-ku degan kuzatuvchilardan savol bo'lishi mumkin. Yo'q. Shunaqa bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Lekin xo'p, bu joyda nima bo'ladiki, asosan ko'pchiligida emas, dasturchi noldan yozadigan programmist bolalarda mijozning kirim chiqimlari haqidagi ma'lumotlar unda bo'ladi. Keyin ular o'zini qiymatini oshirgisi keladi. Deylik, oyiga masalan $1000 bitta dasturchi oylik olib turibdi. CRMda masalan pul ko'payapti. Oydan oyga, yildan yilga pul ko'payapti. Keyin u sun'iy hech qanaqa sababsiz oylikni oshirgisi keladi. Lekin boshqa bozor buni rad qiladi. Yurib turgan narxini olib turgandan keyin maqsad demak dasturchi bolalarni o'zini sun'iy narxini oshirgisi keladi. Shuni hisobiga bo'ladi. Yaxshiroq tushunishim uchun. Proyekt bo'ldi. Proyekt bo'ldi. Ishlab turibdi. Oyliklar berilyapti. Bular proyekt ko'rishyapti, masalan, zavodga qilib bergandirsiz yoki boshqa bir katta kompaniyaga. Bular yaratib bergan programmasidan o'sha zavod foydalanib, oyiga masalan $10,000 mi, $100,000 tushyapti. Hammasini men qilib bergan bo'lsam. Bu oyiga $100,000 topyapti. Shunaqa. Men $5,000 so'rasam agar beradi. Beradi deyishadi. Shuni hisobiga hammasi ham emas, hammasi ham unaqa emas. Lekin bo'lgan shunaqa holat. O'shaning uchun hozirgi holatda men birinchi bilimini o'zimning nimamdan kelib chiqib, hozirgi holatda bilimi zo'r bo'lsa ham, yo'q, u men uchun nima emas, oldin ishonchi kerak menga. Ishonsam unga, keyin undan keyin loyihani bersak deb men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun siz tanlaganman, to'g'risi. Yana nima maslahat bera olasiz? Endi chunki bolalar mana qarangda, o'qishni bitirdi, kimdir ishga kiradi. Kimdir mana startap garaj bilan ham gaplashdik, nima qilishadi? Investitsiya olishadi o'zini loyihalarini qilib. Kimdir esa siz aytganingizdek zakazlar olib ishlashi mumkin. U ko'pchilik shunday qilishadi aslida, bitiruvchilarimiz. Masalan, bitta bolaga zakaz bermoqchi edik, noyabrgacha bandman deyapti-da, o'zi bitiruvchi oldingi yilmi bitirganda masalan. Bu ajoyib holat. Endi shu zakaz olish uchun qanaqa lifehacklar bor? Yana nimalar maslahat bera olasiz? Shu perigovordami yoki qayerdan qidirish kerakmi? Nimani ma'qul deb bilsangiz agar,
shu maslahatlaringizni bering. Demak, hozir savolingiz topshiriqlarni qayerdan qanday qilib tezda olsa bo'ladi? Olsa bo'ladi yoki bo'lmasam переговор paytida balkim nimadirlar deyish kerakdir. Yoki bo'lmasam o'ziniki ishlash jarayonida nimadir qilish kerakdir. O'sha umuman zakaz olishdan tortib bitirguncha nima maslahatlaringiz bo'lsa agar, menimcha hammaga bir foydali bo'ladi. Zo'r savol Necha yildan beri bo'ldi. tajriba bu sohadasiz? 5 yil bo'ladi, xudo xolasa yaqinda bu soha. 5 yillik tajriba bilan bo'lish. Zo'r savol bo'ldi Akmal aka. Xo'p, buyurtma olishdagi eng asosiy joylardan bittasi bu birinchi suhbat. Asosan ko'p yechim, meni fikrimcha, birinchi suhbatda bo'ladi. Birinchi suhbatda buyurtmachi sizni gapirishingiz, o'zingiz tutishingiz, qanaqa loyihalarni qilganingiz, nimadan minusingiz, nimadan plusingiz bor, hamma narsasini birinchi suhbatda gaplashasiz. Nima bo'lsa ham o'sha birinchi suhbatda olib kerak. Keyin ikkiga qolsa qiyin masala. Qiyin, juda qiyin masala, chunki hozir bizda raqobat juda kuchli. Masalan, menga bo'lmasa boshqaga berish mumkin, boshqa bo'lmasa undan boshqaga berish mumkin. O'shaning uchun o'sha birinchi suhbatda. Bitta suhbatni o'zida hamma narsani Imkon qadar o'shandan o'zida hal qilib yuborish kerak. Yana ikkinchi narsa borki, buyurtmachi berayotgan odam, ya'ni bizning auditoriyamiz bu puli yo'q auditoriya emas, qo'pol qilib aytganda. Bu puldor insonlarning auditoriyasi bu. O'shaning uchun ular baribir shuncha pulni aylantirib yurganda ko'pni ko'rgan bo'lishadi. O'sha holatda ikkinchi zo'r tavsiyamiz aslingiz kabi ko'rinish kerak. Aslingiz kabi. E'tiboringiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Hamkor bo'lishayotganimizdan xursandman men ham. Menimcha hammaga foydali gaplar bo'ldi. Kuyarchi loyihamizni ajoyib qilib bolalarimiz zo'r qilib, siz o'zingizga shunchalik yoqsinki, ikkitasi emas, 10 tasini ishga olaman. Xudo xolasa, kamida 10 tasi bo'lsa, xudo xolasa. Omad, rahmat. Investitsiyalar haqida shuncha gapirgandan keyin shogirdim, Educoin asoschisi Islomjon bilan gaplashmasak bo'lmasdi. Islomjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, ko'proq raqamlar haqida gaplashamiz va muddat haqida ham gaplashamiz. Siz bitirib chiqqaningizdan keyin qancha vaqt nimalar qildingiz, nimalar bo'ldi shu haqida ozgina gapirib bering. Xo'p, 2022-yil biz sizni kursingizni bitirganimdan keyin shu bilan Toshkent shahriga keldim va o'sha dasturlashda yana 1 yil davomida stajirovka o'tadim kompaniyalarda. Undan keyin dars berishni boshladim. Dars berish dasturlash bo'yicha? Ha, dasturlash bo'yicha. Dasturlash bo'yicha dars berdim. Undan keyin loyihalarda ishladim. Bir 10 tadan oshiq loyihalarni biz qilib berdik. Ya'ni backend qismini o'zim yozdim. O'zi katta kompaniyalarda front-endchi, back-endchi alohida bo'lar ekan. Endi biz boshlanishda hammasini o'zimiz yozib yurganmiz. Lekin ikkalasini ham bilganim uchun u narsa qiyin bo'lmadi. Ajoyib. Undan keyin qanaqa qilib Educoinga keldingiz? Bu g'oya qayerdan tug'ildi? Xo'p, loyihamiz demak, o'quvchilarga biz har hafta, har oyda yutuqli o'sha o'yinlar o'tkazardik. Qanaqa o'quvchini vazifasiga biz sovg'alar berardik. Kim yuqori o'rin bo'lsa, 3 talikka, 5 talikka sovg'alar berardik. Lekin ko'pchilik, masalan, 20 tadan oshiq o'quvchilarimiz bo'lsa, ular nimaga biz ham yuta olmayapmiz? Har doim bular yutadi. O'rinlarni almashtirsak ham, savollarni o'zgartirsak ham baribir 5-6 kishi yutib ketardi. Keyin ko'pchilik yutishini hisobga olib, biz o'sha shunaqa loyiha qildik. Ya'ni har bir o'quvchi vazifa bajargandan keyin nimadir olib ketsin degan ma'noda coin sistemasini qildikda, shu orqali Educoin dunyoga keldi. Ajoyib. Xo'p, u dunyoga keldi. Ana endi dunyoga kelgandan keyin birinchi investitsiyangizda qanaqa bo'ldingiz? Qanday bo'ldi? Umuman olganda qisqacha Educoin haqida gapirib bersangiz va qancha sarmoya hozirgi kungacha jalb qila oldingiz shu haqida ham gapirib bersangiz. Educoin endi qanday dunyoga keldi aytib o'taman. Masalan, o'quv markazi rahbariga men aytdim, masalan, bitta dastur tuzaylik, o'sha raqamlashtiraylik, o'quvchilarga mana shu orqali vazifa bajarganiga nimadir berib turaylikda, keyin sovg'alar yuklab qo'yaylik. Shu orqali o'quvchi ko'rib tursin-da, nima sovg'a olishini bilsin degan ma'noda. Coinlar yig'adi dars davomida va uni evaziga bir narsa sotib olishi mumkin. Shunday, ha. Bu ham bir moliyaviy savodxonlikni ham oshiradi. Keyin markaz menejeri aytdi, u payt Diyor aka edi. Diyor aka aytdilar, "Men sizga kompyuter savodxonlikda dars beradi deb o'ylabman. Bunaqa narsalar ham qo'lingizdan keladimi?" dedilar. "Ha, qo'limdan keladi" deb. Keyin ularga men bu dasturni sotganman. Ya'ni bu dastur yasab berishim uchun qanchadir pul berasiz, u pul kichikroq summa bo'ladi va men keyin uni boshqa yerga ham sotishim mumkin deb kelishganmiz. Microsoftga o'xshab litsenziyalik bo'libdi-da, boshqa odamlarga ham tarqatish mumkin. Ajoyib. Keyin biz u dasturni sotib bo'lganimizdan keyin o'sha markazda foydalanishni boshladik. Markazda foydalandik, keyin boshqa markazlarga sotamiz desak, sota olmadik. Chunki bizda faqat dasturchi biz sotish qobiliyati yo'q edi. Bir nechta markazga bordik, ular bizga kerak emas, yo'q dedi, yoki bizni tanimagani uchunmi, yoki yangi dasturchi bo'lib borganimiz uchunmi?
ko'pchilikka sotolmagandan keyin o'zi jamoamiz ham sekin-sekin bo'linib ketdi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Keyin startup garaj keldingizmi? Keyin Prezident Awardga ham topshirdik o'tgan yili. Lekin o'tkazmadi. Keyin nimaga o'tkazmadi deb biz shikoyat bildirdikda, keyin Zoomda aytishdi, ya'ni sizlar loyihalaring kichikroq, hali odam ham yo'q dedi. Bitta markaz ekan. Katta sizga o'xshagan CRM sistemalar, coin sistemasini qo'shsa, sizlar o'zi bozordan chiqib ketishlaringiz mumkin. Shuni o'ylab sizlarni hisobga olmadik. Shu jumladan Prezident Award bu $1 million fondga ega bo'lgan, bir yilda bir marta o'tiradigan katta o'sha startaplarni pozitsiya qilish uchun yaratilgan ajoyib loyiha. Xo'p, undan keyin Prezident Awardda o'sha sizlarda CRM emas, faqatgina coin sistemasi bor degandan keyin u ham bizga yordam bergan. Ya'ni undan keyin CRM ham qo'shishni boshladik. Masalan, davomatni, to'lovlarni. Xullas, proyektimizni yirik qildik. LMS tizimga o'xshab qoldi. Ha, shunaqa tizimni ham qo'shdik. Endi maslahatlashuvdik, sizda o'xshaydigan LMS qilsangiz bo'lmaydimi? O'sha faqat coin sistema emas, endi asosiysi coin, endi qo'shimchasiga boshqa narsalarni ham qo'shdik. Undan keyin boshqa bitta o'quv markaziga ishga kirmoqchi bo'ldim. O'zi ishga kirishda coin sistemasi ham bor deganimdan keyin ular aytdi, o'sha coin sistemasini ishlatamiz, lekin ishlatishimiz uchun siz ham bizda ishlashingiz kerak debdi. Shu orqali sekin-sekin ham ishga kirdingiz, ham proyekt to'laysiz. Shunday. Endi proyekt ishlash uchun ishga kirdim, bunday qaraganda, chunki bitta guruh ochib berishdi. Shunaqa holatlar ham bo'ldi. Sekin-sekin bepul bo'lsa ham bir ikkita markazlarga o'zi o'tkazdim. Keyin 4-odamga borayotganda bizdan 3 odam foydalanyapti deb borganimdan keyin sekin-sekin ular ham ishonishni boshladi loyihamga. Boshida kimlargadir bepul bergansizlar, yangi odamlar ishonchi bo'lish uchun mana shu akademiyalar ishlatyapti ekan degan. Shunaqa. Bo'lmasam baribir pul to'lang desak, ular yangi narsa, biz ham yangi ko'rib turibdi, olishi ham qiyin bo'lib ketgan. Undan keyin Startup Garage reklamasini ko'rib qoldim. Startup Garage reklamasini ko'rgandan keyin men telefon gaplashdim. O'sha Founder School bor ekan. Men ham o'qimoqchiman deb. Ular meni kontaktimni oldida, keyin kurs ochilishida xabar beramiz dedi va shu bilan mart oyining o'rtalarida kurs boshlandi. Founder School'da o'sha qanday qilib taqdimot qilishdi, qanday qilib o'sha sotishdi, odamlarga o'tkazishdi, masalan, loyihangizni to'g'ri qilib odamlarga tushuntirib berishni o'rgandim. Biznes jihatdan ham o'rgatishdi. Biznes jihatdan o'sha o'zi meni o'sha loyiham B2B mi, B2C mi, o'zi bular nima ekanligini ham bilmasdim. Oldin bilmaganman. Mana shu yerda o'zida bildim. Keyin shu yerda ozmuncha o'rganib, sotishni o'rgandimda sotdim. Masalan, 15 ta o'quv markaz foydalanishni boshladi. Lekin demak, Startup Garage sizga savdoni oshirishga ham yordam berdi. Savdoni oshirishga ham yordam berdi. 15 ta markaz o'tkazdi. Endi bizda birinchi oy bepul edi. Birinchi oy foydalandi, bir oy tugayapti. Ulardan pul so'rashim kerak. Keyingi oydan foydalanish uchun to'lov qiling. Agar to'lov qiling deb yozsam, ular chiqib ketsa, menga minus bo'ladi deb so'rashga qo'rqib turdim, to'g'risi. Keyin Founder School darsiga kelganda ustozga savol berdim. Menda savol bor. Qanaqa savol dedi? Sota olmayapman. Hozir ularga pul beringlar desam chiqib ketsa, men odamim kamayib qoladi, yana menga minus bo'lishi mumkin. Keyin ular aytdilar, hozir ham yutqizayotganingiz yo'q, ular ketsa ham yutqizmaysiz. Baribir shu yo'nalishga ketyapsiz. Undan keyin o'sha kuni shu yerdan chiqdimda, mana zalda odamlarga yozish boshladim o'sha to'lov qilishingiz kerak. To'lov qilishingiz kerak deganimdan keyin shu kunning o'zida bir 5 kishi tashlab berdi. Qolganlari ham to'lov qildi, hammasini saqlab qoldik, ya'ni chiqib ketishmadi. 15 hech kim chiqib ketmadi. Hammasi to'lov qildi. Startup Garage'da o'sha menga yordam bergani, o'sha peshtakni to'g'irlash, sotuvga ham yordam berdi. Keyin startup nima ekanligini o'rganganman va terminlarni ham shu yerda bildim. Soqa berishdimmi yo'q, shunday gapiring. Xo'p, Startup Garage o'zi bizga faqat o'sha investitsiya olishga yordam berdi. Boshqalardan jalb qilish. Ajoyib. Startup Bus bor ekan, IT Park tomonidan tashkil etilgan. Biz unga ariza berdik, loyihamizni topshirdik va qabul qilindikda bir oy davomida o'qidik odam. Onlayn bo'ldi. Oxirida demoday bo'ldi. 100 dan ortiq odamdan 15 tasini tanlab olib, o'sha Startup Garage binosida demoday bo'ladi işte. Biz 15 taga kirdik va o'sha demodayda biz $5000 qo'lga kiritdik. $5000. Demoday kimdan oldilaringiz bu 5000? IT Park Venture'dan oldik. IT Park Venture yaxshi. Bu yaqinda bo'lsa kerak, chunki IT Park Ventures sal oldinroq tashkil qilingani bilan shu yil boshladi menimcha nimalar. Biz iyul oyida oldik. Iyul oyida. Mana shu 7-oyda mana shunday. Ajoyib. Xo'p, undan keyinchi? Xo'p, $5000. Bilaman ko'proq qilgansiz. Xo'p, $5000 olganimizdan keyin biz boshqa tadbirlarga ham qatnashdik. Endi boshqa investorlar oldiga borayotganda biz $5000 olganmiz. Boshqa oldiga borayotganda yana ham ko'proq bo'lib turamiz endi. O'yinimiz ko'proq bo'ladi.
loyihamizni ham to'g'irlashni o'rgandik. Keyin Hack Unicorn chiqdi, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil qilingan. Biz unga topshirdik. O'tdik undan ham, lagerga bordik. Bir hafta davomida yana qo'shimcha mentorlardan o'rgandik. Keyin Yoshlar Venture'dan Shahzod aka aytdi, biz bir nechta startaplar tanlab oldik, uni biz mana shu tadbirdan keyin chaqiramiz dedilar. Undan keyin lager tugadi, uyga bordik. Shu bilan ertasi kuni chaqirishdi. Biz o'sha Yoshlar Venture'da ofisga borganimizda, ular bizni g'oyamizni eshitdilar. Yana boshqa venturelar ham bor edi. Ya'ni Yoshlar Venture'da boshqa vakillari. Ular ham ko'rib chiqdi-da, keyin qancha pul kerak dedi. Biz 30 ming kerak deb aytdik, chunki yana bitta loyihamizni kengaytirish uchun, yana qo'shimcha narsa qo'shish uchun deb aytganimizda, keyin ular o'rganib chiqamiz dedi. Keyin yana bizga bog'lanishdi. Ya'ni loyihalaringga hozir biz kirsak, hali loyihalaringiz kichikroq ekan. Ko'proq ulushda olib qo'yishimiz mumkin. O'shanga asosiy kirayli joylar desalaringiz, biz o'shanga yordam beramiz. Keyinchalik yana bo'ladi degan ma'noda aytgandan keyin biz yana bir qayta hisoblab chiqdikda, umumiy ulardan $20,700 oldik. Ko'pchilikka men shunday javob berdim. Masalan, hozir bitta mashina olsam bo'ladi. Xalaqit beratyapman. Bu ham o'rgangiz kelyaptimi? Demak, $25,700 sarmoya kiritildi kompaniyangizga, to'g'rimi? Ajoyib. Nima oldingiz? Lacetti, Malibu, Tracker. Shunaqa savollar juda ham ko'pchilikda bo'ldi. Ko'pchilik tanishlarimizda, do'stlarimizda. Keyin ularni o'zi tushunadigan tilda tushuntirdim. Masalan, shu pulga hozir Malibu olsam bo'ladi, lekin bu pulni men loyihamga sarflasam, har oy Malibu keladigan qilib pul topsam bo'ladi. Ya'ni o'shanga hozir sarflasam deb ularga tushuntirdim. Undan keyin bunaqa savol bermayotgan bo'lishdi. Ajoyib. O'zi nimaga sarflashingiz mumkin? Nima niyatingiz qanaqa? Hali sarflashga ulgurmagandirsiz, to'g'rimi? Qachon oldingiz oxirgi nima? Xo'p, oxirgisini biz o'sha sentyabrda oxirida oldik. Sentyabr. Birinchisini iyulda. Iyul, sentyabr necha oy ichida 25,700 zo'r gap yo'q. Nimaga sarflamoqchisiz? Xo'p, o'zi biz pul olishdan oldin reja beramiz ularga. Masalan, mana shu narsalarga shuncha pul ishlatamiz deb. Hozir o'sha reja bo'yicha ketyapti. Ya'ni venturelar ham bizga KPI asosida bergan. Masalan, ma'lum bir vazifani bajarsak, pulni qolganini ham tashab beradi. O'shanaqa ma'noda tashab berilgan. Qisman berish. Ha, qisman berishgan. Hozir demak biz pulni dasturni yangidan quryapmiz. B2B, B2C degan biznes modellari bor. Ya'ni o'quv markazlariga, xususiy maktablarga va hozir ota-onalarga ham ishlab chiqyapmiz. Mana shu loyihamizni dasturini ko'taryapmiz hozir. Ajoyib, hammaga maslahat beramiz. Sizga esa omad tilayman. Niyat qilardim ushbu loyihangiz katta единорог sifatida o'sha milliardlik kompaniya bo'lishini tilab qolaman. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ba'zida so'rab qolishadi, ko'plab middle bitiruvchilari bor. Hammasi ham o'z yo'lini topib ketishganmi deb. Tasodifni qarangki, shu video olinishimiz juda ham cho'zilib ketdi va shu o'rinda o'qituvchilar kuniga ham to'g'ri kelib qoldi va yig'ilganlar orasida hozir yangi bitirganlar ham bor. Hali praktikasi ham boshlanmagan. Shu o'rinda 2-3 yil oldin bitirib, o'z yo'lini topgan, kimdir esa topmagan, shunaqa o'quvchilarimiz ham bor. Kelinglar, ularni o'zidan xolis fikrlarini so'rab olamiz. Menimcha sizga ham qiziq bo'ladi. Biz yaqindagina o'sha middle kursini bitiruvchilar bilan uchrashgandik. Ular endigina hali praktikani ham boshlamagan, shunchaki darslari tugagan edi. 1-oktyabr kuni esa eski shogirdlarim telefon qilib, ustozlar bayramiga o'tiraylik deb qolishdi. Mana bir fursat o'tib uchrashdik va bu gruppa ham ajoyib bo'lgan. Yaxshi, hammamiz bir-birimiz bilan ahil haligacha gaplashib turamiz. Mana yig'ilishdi ham. Endi ko'pchilik har xil viloyatdan, shahardan, bir xillar chet eldan bo'lgani uchun hamma ham yig'ilgani yo'q. 3 kishi bo'lib yig'ildik. Mazza qilib gurunglashib o'tiramiz. Lekin oradan 2 yildan ortiq menimcha vaqt o'tdi bular bitirganiga-da. Shuning uchun ham bularda kursdan keyin hayot qanaqa kechdi, nimalar bo'ldi, bu juda ham qiziq. Shuning uchun ham buni men gapirib berganimdan ko'ra o'zlaridan eshitganimiz yaxshiroq. Anvar, assalomu alaykum. Yana bir marta. Assalomu alaykum. Yomg'ir. Kursdan keyin men middle kursini bitirdingiz, praktikalar bo'ldi. Nimalar bo'ldi hayotingizda? Nimalar o'zgardi? IT yo'nalishidan ketdingizmi, tashlab qo'ydingizmi? Qanaqa bo'ldi? Yo'q, kursni bitirgandan keyin ITni tashlab qo'yganim yo'q. Birinchi kompaniyaga kirdim. Rossiyskiy kompaniya bu, Simtek degan. Simtek. Simtek, Search Night ikkalasi bittada. Shopify degan platforma bor, amerikanskiy. O'sha yerda ishladik. Shopify bu internet magazinlar bo'yicha. Da, internet magazinda ish faoliyatimni yuritdim. 2 oy deyarli. Keyin u texpodдержка bo'lgani uchun men yanada ham o'sish xohladim. Ya'ni aynan web razработка yo'li ketmagan bo'lsam ham
boshqa kompaniya tomonidan chaqirildim. Sistemni analitik, testirovщик hamda biznes analitik uchalasi bittada konsultant deyiladi. O'zbekistonda ko'p bo'ladigan narsa, uchtasi bittada. Konsultant buni bitta общий qilib konsultant deyiladi. Ya'ni bizda hozir hammasi bor. Biz testirovание ham qilamiz, sistemada ham analiz qilamiz hamda biznes требованияlarni yozib olib, o'sha biznesga nima kerak bo'lsa, qanaqa dastur kerak bo'lsa, qanaqa algoritm integratsiya kerak bo'lsa, o'shalarni qilib beramiz. O'zimizning komandamiz bor. Hozirgida O'zbekistonda eng katta bir banklardan biriga shu nimani o'rnatamiz. Programmalarni. Zo'r, ajoyib. Boshida rossiyskiy kompaniya dedi, nomi nima dedingiz? Searchnice hamda Simtech Development ikkalasi bitta. Rossiya kompaniyasi. Rossiyaniki. Qanday qilib ish topdingiz u yerdan? U yoqqa kirish oson bo'lmadi. Ular birinchi anaqa qilishdi, nima desa bo'ladi? Собеседование? Yo'q, собеседование emas. Kastingga o'xshagan narsa bo'ldi. Bir 40 ta 50 ta odam topshirdi rezyumesini. O'shandan bir oy bizga muhlat berishdi. Bir oy davomida test qilishdi, zadaniyalar berishdi har xil. O'sha zadaniyalarni bajardik va 40 tami Masofadan turibmi yo Rossiyaga ketdingiz? Yo'q, udalyonkada turib nimalarni bajardik va 40 tami 42 ta odamdan men bilan bitta bolani olishdi. Qolgan nimalarga 40 taning ichidan 2 kishini olishdi. 40 taning ichidan 2 ta odam olishdi, da. O'sha yerda как бы, ishladik, yaxshi ancha o'sish bo'ldi u yerda ham. Chunki уже professionalniy ishga yondashganingizdan so'ng har tomonlama o'sar ekansiz. U yerda chunki siz bilan yanchisa qilib o'tirishmaydi. Действительно hamma narsa zo'r bo'lishi kerak. Perfect, ya'ni 100% natija ko'rsatish kerak. Даже 80% bo'lsa ham ularni qoniqtirmaydi. Bilasiz, ruslar, rossiyskiy kompaniya, международный kompaniya, ular klientni 100% aniq qilish kerak. Qondirish kerak, da. Shunaqa qilib o'sdik. Sizni mana kursingizda ancha narsani o'rgandik. Shu narsalar yordam berdi va hozir shu joyda ishlayapman. Middledan keyin praktikamiz bor. Praktikada nimalarda qatnashdingiz? Praktikada proyekt qildik, IT Work degan komandamiz bilan. Bu yoqda masalan juniorda nima o'rgangan bo'lsak, middle bilan praktikada o'sha amalda qo'lladik, amaliyotda. Ancha vaqt ketdi. Deyarli 1 yil vaqt mobaynida o'sha proyekt Ortancha как startap qildingizda? Da, startapga o'xshagan qildik. Davron, siz esa o'sha hozir suhbatlashdik. Afsuski, dasturlash bo'yicha ketmadingiz. O'zingiz oldin apteka sohasida ishlardingiz, hozir ham shu sohada ketyapsiz va bu men uchun juda ham qiziq. Menimcha tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladi. Nima uchun masalan do'stlaringiz qatori, o'sha kursdoshlaringiz qatori o'qidingiz? Masalan siz yamoq o'qidingiz yoki boshqacha deya olmayman. Praktikada ham ko'plab praktikalarda qatnashdingiz. Yaxshi kodlaringizni ko'rganman, yaxshi edi. Lekin kasbingizni o'zgartirmadingiz. Bu narsa qiziq, sabablarini bilsak bo'ladimi? Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi? Xo'sh, men bu nimada dasturchilik sohasiga keta olmaganim sababi o'zimni eski ishim deb o'ylayman. Eski ishimdan chiqib keta olmaganligim. Chunki 2-3 yil o'sha ishda ishlaganman, apteka sohasida, dorixonada. Institutda ham o'sha sohada farmatsevtikani bitirganman. Shu sohada keyin chiqib o'zim xohishim ko'z ochib ko'rgan sohamdagina. Lekin qiziqishim dasturlashga bo'lganligi uchun u institutda o'qigan vaqtim kursga o'qiganman. Kursga o'qib turib, shu sohadan chiqib o'zim xohlagan sohaga o'taman degan maqsadda kursni juniorda o'qidim, middle o'qidim. Shu bilan chiqib ketish niyatida. Afsuski, chiqib ketishga eski ishxonamdan chiqib keta olmaganim sabab bo'ldi deb o'ylayman. O'zingizda imkon bormidi? Bilimlaringiz yetarlimidi? Praktikalar, qanaqa praktikalarda qatnashdingiz? IT Workda qatnashdik, boshqarda admin panelimizda qatnashdik. Keyin o'zimiz o'sha apteka uchun kursdoshlar bilan o'zimga kerakli bo'lgan bitta proyekt qildik. Apteka uchun A24 degan qiluvdik o'sha payt. Unda qatnashdik. Ishlatdilaringizmi? Yaxshi chiqdi, produkt qila oldilaringiz, to'g'rimi? Lekin baribir apteka sohasida qoldingiz. Karimbek, siz hozir gaplashgan paytimizda guruhda 11 ta proyekt qilib qo'yibman dedingiz, kursdan keyingi proyektlarda. Bizning proyektlarni hisoblamasam praktikada. Adminka bilan IT Workdan tashqari 9 ta, un bilan 11 ta. 11 ta. Yozib boraman. Hammasini? Hammasini. Shuning uchun ham menda bu qisqa muddatda aslida ko'p proyektda, lekin proyektlarga o'tishdan oldin bitta savol bermoqchiman. Nima uchun o'zi dasturlashni tanlagansiz?
Ha, dasturlashga kirib kelish qisqa tarixini aytib beray. 17-yilgacha bir joyda oylik ishlaganman. 17-yildan keyin yaxshi daromad keltiradigan bir rus tilida aytgan движение deydi, bir ish deydi. Shunaqa ishlar chiqqan vaqtda unga berilib u ishdan ketganman. Oyligim juda ham mizr edi. U ishlar shunaqa ishlaydiki, 1-2 bo'ladigan emas edi. Ya'ni bir kun to'xtab qolsa, men hech kimman. Yaxshi daromad keltiradi, lekin hech kimman. Bunaqa narsani ham cheki bor edi. Bir kun shunaqa to'xtab qoldiki, men daromadim уже как бы moliyaviy muammolar boshlandi. Siz o'sha intervyularingizni, shunaqa sizni intervyularingizni ko'rganimda men havas qilganman. Что moliyaviy, umuman mustaqillik, erkin bo'lish, har tomonlama shu narsaga havas qilib 1-2 bo'ladigan kelajagi bor biror sohani tanlashga qaror qilganman. Kech kirib kelganman, yoshimga nisbatan ham. Lekin yoshligimdan kompyuter sohasidaman. Oxirgi marta gaplashgan paytimizda, endi biz siz bilan ko'p gaplashib turamiz, aynan syomka sifatida. Endi kursni bitirgan paytingiz bir shunaqa video oluvdik esingizda bo'lsa, o'sha paytda aytdingizki, men Amos CRMga topshiryapman deb. Nima bilan tugadi o'sha narsa? Chunki oradan vaqt ham o'tib ketdi. O'shanda suhbatdan o'tgan edim, hali javobi chiqmagan edi. Suhbatdan o'tgandan keyin meni ishga taklif qilishdi. Ozgina muddat bo'lsa ham ishladim. U как раз ishga kirgan vaqtimda Amos CRM, eslatib o'taman, butun o'sha SNG davlatlarida eng katta CRM, ya'ni biznes bilan foydalanadigan, biznes kompaniyalar foydalanadigan Bitrix bor, Amos CRM o'zi ikkita bor eng kattasi. Shulardan bittasi. Ya'ni yirik kompaniya, xalqaro kompaniya, Amerika, Yevropada ofislari bor, Toshkentda ham ofisi bor. Ularda ishlaganman biroz muddat. Demak, o'sha yerga olishdi ishga. Olishdi. Bu kurs tugatgandan keyin birinchi ishingiz bo'ldimi bunday olganda? Yo'q, bundan oldin loyiha qilgan edim. Yo'q, ana ishga kirish bo'yicha. Ishga kirgan, to'g'ri. Birinchi ishxonani bekorga so'ramayman. Masalan, undan keyin ham 9 ta proyekt qilgansiz, lekin men aynan Amos CRM so'rayotgan sabab bor. Birinchisida odam qo'rqadi, ikkilanish bo'ladi. Sizda biror narsa bo'lganmi? Конечно, qo'rqaman. Ya'ni hayajon bo'lgan, qo'rquv bo'lmagan, hayajon bo'lgan. Lekin birinchi suhbat, birinchi sразу ishga taklif qilganman. Bu men uchun bir birinchi kompaniya sразу ishga taklif qilishgan. Birinchi kompaniya, birinchi intervyu bittada ishga taklif qilishgan. Вот. Boya как раз aytmoqchi edim, o'sha kech kirib kelganman yoshimga nisbatan, nimaga dasturlash yo'nalishida darish ketganim, menda boshqa yo'l yo'q edi. Plan B bo'lmagan. Yo'q edi. Shu dasturlashga как бы ko'proq vaqtim sarf qilgan. Boshqa anaqa ham yo'q edi, chunki men o'sha vaqtda yosh katta, tirikchilik, ro'zg'or, taksi ham qilib yurardim o'zim mashinamda. Faqat shu ro'zg'or uchun uyga qaytdim. Ya'ni 3 soat taksi qilardim, uyga qaytdim, polniy dasturlash. Shunaqa. Do'stlar, biz bugun mana shu middlechilar bilan allaqachon bitirib ketishgandi bular. Hurmat qilib o'sha ustozlar kuniga yig'ilishni taklif qilishdi. Mazza qildim. Boshqa shogirdlarga ham o'rnak bo'lsin. Uchrashib turaylik. Har doim biz onlayn gaplashishga o'rganib qolganmiz. Hammaga omad tilayman. Mana shu oldingi shogirdlarga ham, bo'lajak shogirdlarga ham, umuman dasturchi bo'lish niyatidagi barchaga omad tilayman. Eng asosiysi o'sha to'xtab qolmaslik, harakat qilish, oldinga intilish. Hamma masalan bizda shunaqa shogirdlarimiz bor, chet ellarda ishlaydi. Yevropada juda ham ko'p, Rossiyada ko'p, Koreyada ko'p. Bularni ko'rgan yoshlar ko'pincha o'ylaydiki, men bu hech qachon bu narsaga erisha olmayman deb o'ylashadi. Aslida hammasi oson. Endi oson ishning o'zi yo'q, lekin hamma sharoit bunga bor. Bemalol asta-sekin boshlab o'qib o'sha darajaga yetish mumkin. Buning uchun men va boshqa shogirdlarimiz bor, professional dasturchilarimiz bor. Hammamiz qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Biz bo'lmasa agar umuman olganda O'zbekistonda hozir dasturchi bo'lish uchun juda ham ko'plab sharoitlar bor. Hozir dasturchi bo'lmaslikning sababi faqatgina bahona bo'lishi mumkin. Sherzod, mana akademiyaga keldingiz, tahsil oldingiz. Nima maqsadda o'zi dasturlash tanlagan edingiz? Dasturlash tanlagan birinchi fundament o'zi oldin yoshlikdan qiziqish bo'lib kelgan bu sohaga. Bu birinchisi qiziqish bo'lgan. Ikkinchisi o'ylab qarasam ancha o'zimga qulayliklari, komfortlari bor ekan. O'shalarni hisob-kitob qilib shu yo'nalishni tanladim. Niyatingiz qanaqa endi? Niyatim o'zi bitta sohadan ikkinchi soha bu, ikkinchi soham o'tdim, mana shu o'qish tugatdik, xudo xolasa endi
ishga kirib shu sohada qolish oxirigacha. Dasturchi bo'yicha. Dasturchi. Bu levak uchun emas, Yo'q, 100%. ishchi yoki Asosiy biznes. daromadim o'zimning kasbim mana shu bo'ladi, xudo xohlasa. Zo'r. Testlar bor Astrokodda. U muntazam bizni rivojlantirib boradi. Masalan, birinchi mavzu, masalan, 20-chi mavzuni o'tsak, bizga birinchi mavzudan, 3-chi mavzudan yoki 7-chi mavzudan savollar tushishi mumkin. Masalan, boshqa joylarda uni o'qib, shunchaki tashlab ketishimiz mumkin, lekin Astrokod bizga buni yo'l qo'ymaydi, shunchaki tashlab ketishga. O'qishni shu dasturlash yoqdi birinchi vaziyatda. Siz ustozimiz bo'lganingiz yoqdi albatta. Zo'r. Kelajakda rejalar qanaqa? O'zingiz sohangizdan ketmoqchimisiz, biznes qilmoqchimisiz yoki ishchi bo'lib kirmoqchimisiz? Hozirgi vaqtda o'zim sohamdan chiqib dasturchi bo'lib ishlamoqchiman. To'liq. Keyinchalik o'z biznesimni ochmoqchiman. Biroz startapni boshlab. Startap. Bizda, kstati, startap garaj bilan hamkorligimiz bor. 500 ta o'quvchimizga grant berishgan. Agar chiroyli startap qilayotgan bo'lsangiz agar, biz o'shalardan birinchidan sizga beramiz bitta yo'nalishda. Ular bilan tanishtirib qo'yamiz. Undan tashqari bizda chet ellik investor tanishlarimiz ham bor. Xullas, agar startap qiladigan bo'lsangiz, bu tomonlama qo'llaymiz, nasib bo'lsa. Bugun biz hammamiz middle bitiruvchilari, bu yerda Astrokodni bitiruvchilari bor, Kadirov Dev IT akademiyasining oxirgi qaldirg'ochlari deyishimiz mumkin. Hammani hozir Astrokodga o'tkazganmiz, sababi u topshiriqlar berib, zadachalar berib juda ham yaxshi bir effekt beryapti-da. Shuning uchun oxirgi qaldirg'ochlarsiz. Shu oralaringizda Astrokodda ham o'qiganlar bor. Biror narsa ola oldingizmi kursdan? Albatta, nimaiki oldimizga qo'ygan maqsadlar bo'lsa, shuningki hozir birinchi etap tugadi, o'qishni tugatish degan etap tugadi. Qolgani endi ishga joylashish. Biz bu kurs orqali juda ko'p narsa o'rgandik. O'sha backendda kuchli tillarni, ularning frameworklarini o'rgandik. Bu kurs bizga juda ham oson bo'ldi, chunki Akmal aka hammasini sodda va mukammal o'rgatib berdilar. Uni ustiga Botir Murodboyev o'rgatgan bilimlar ham bizga ancha asqotdi, junior o'rgangan bilimlarimizni. Kelajakda xudo xolasa Yevropa bilan onlayn ishlash rejamiz bor. Zo'r, ajoyib. Niyatingizga yeting. Kuchli texnologiyalar o'rgatildi. Zo'r. Shaxsan men uchun sizni kursingiz eng zo'ri. Zo'r, gap yo'q. Rahmat sizdan. Assalomu alaykum. Men junior kursini Astrokod platformasida o'qiganman. Astrokodni menga eng yoqqan tarafi vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Vaqtingiz bo'lgan paytda o'zingiz o'sha darsni bajara olasiz va o'sha dars kursni tugatish jarayoni tezroq yakunlanar ekan. Chunki o'zingiz darsga o'zingizga bog'liq. Ha, o'zingizga bog'liq. Erinchoq bo'lsangiz cho'ziladi. Erinchoq bo'lsa juda cho'zilib ketar ekan. Junior va middle kursini onlayn tarzda o'rgandim. Akmal akadaqa hech kim o'rgatmaydi baribir. Любой kursga borib ko'ringlar, boshqa joyga borib ko'ringlar. Birdaniga kelaversa nima qiladi borib? Birdaniga kelaveringlar. Akmal aka bergan bilimni hech qaysi bir kurs ham boshqa ham bermaydi. Mana middle kursini ham bitirib oldik. Bugun sizdan juda ham yaxshi bir maslahatlar oldik. Xudo xolasa jamoa kursdoshlar bilan birgalikda loyihalarni chiroyli bitirib, sertifikatlar olish nasib bo'lsa. Sizdan juda ko'p narsalar, juda yaxshi narsalar, zo'r narsalar o'rgandik. Sizga katta rahmat. Biron bir kamchilik sezdingizmi? Kamchilik yo'q. Kelajakdagi niyatlar qanday? Kelajakdagi niyatlar endi shu dasturlash bo'yicha ishlash, endi praktika qilib dasturlash bo'yicha ishlash. Ajoyib, rahmat. Niyatingizga yeting. Men Astrokod platformasida o'qishni boshlaganman. Menga juda ham yoqdi. Uni oxiriga borganimda, juniorni oxiriga borganda middle kursini boshladim. Uni ham mana tugatdik. Xudo xolasa, bu ham menga yoqdi. Hammasi zo'r, kamchiliklar yo'q. Albatta middle kursini ko'rganimda o'zim his qildim, o'zimga kerakli narsa. Chunki ungacha boshqa kurslarga borganman. Boshqa kurslarda основной teoriya o'rgatilardi, nazariy jihatdan. Masalan, o'zim ham vrachman, lekin masalan vrachlarning ikki xili bor. Teorik vrachlar bor, nazariy praktik vrachlar bordi. Sizni nimangizni ko'rgan paytda shu o'zimga kerakli praktik jihatni sezganim uchun o'shaning uchun yozildim. Sizga borib kursni o'rganganimdan keyin shu уже oldingi o'rganganlarim chuqurlashtirib, yana birlashtirib, o'sha web dasturlar tuzishni ancha o'rganib nima bo'ldi, foyda berdi ancha. Demak, sizlardan keyin o'qiydigan yoshlarga, sizlar endi qanchadir qadam bosib o'tdilaringizda, qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda bizdan keyingi o'quvchilarga ko'p vaqt ajratish kerak. Birinchi o'rinda o'zimda qiziqish bo'lish kerak. Qiziqish bo'lmasa bu sohaga kirish hojati yo'q. Boshlab ham o'tirmasin. Siz bilan individualniy ishlasa ham qiziqish bo'lmasa undan foydasi yo'q. Ko'p vaqt ajratish kerak bu narsaga. Qiziqish bo'lish kerak.
Astrakod qanaqa kompaniya? Astrakod zo'r.